2008-yillarda kirib kelganman. U paytda biz litseyda 3-kursda o'qirdik. Ozgina keyinroq boshlaganman. 2016-yil menda qiziqish boshlangan. Soxta kurs deymizmi, nima deymiz? Umuman bozorga aloqasi yo'q bo'lgan odamlar Fibonacci'ni, уровень Fibonacci'ni teskari tortadi. Teskari. Trendga teskari. 500 ming so'm boshlanish. Telegram kanalida kallaga sig'im, miyaga sig'maydi. U qanaqasi zo'r trader bo'lsa, zo'r natija qotgan bo'lsa-da, sizni 500 ming so'm pulga qarab qolgan joyi bormi? Trading sohasigacha farqi yo'q. Garvardni bitirib keladimi? O'sha Stanford yoki Oxfordni bitirib keladimi? Tilla medalga bitirib keladimi? Farqi yo'q. Razgon qilgan masalan bir ikkita natijasini ko'rsatadi. Telegram kanalida как положено mana buncha bo'ldi, $500 qo'yildi, 5000 qilin, 10000 qilin degan. Bor pulini olib kelib tikadi, mana shu o'yinda kazino qilib qo'ygan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. YouTube'da 10 mingtadan oshganimiz tufayli, ya'ni podpисчикларning soni bugun podkast qilamiz. Menga qadrdon bo'lgan, eskidan tanish bo'lgan hamkasbim trader Mirtohir aka bilan gaplashamiz. Bu videoda sizlar bilan tradingga taalluqli bo'lgan strategiyalar, brokerlar, masalan tradingga taalluqli bo'lgan hozirgi paytda platformalar haqida, ko'pchilik hammani qiynab kelayotgan traderlar haqida ham ozgina gaplashamiz. Mirtohir aka, xush kelibsiz podkastimizga. O'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, trading sohasiga qachon kirib keldingiz, necha yil bo'ldi? Shu narsalar haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor rahmat taklifinglar uchun. Habibullo, bilasan, men bu sohaga 2008-yillarda kirib kelganman. U paytda biz litseyda 3-kursda o'qirdik. Bu sohani kasb sifatida egallashni xohlaganman boshidanoq. O'zi bu sohani qanaqa qilib tanigansiz? Qayerdan, reklamami yoki bironta tanishingiz ishlarmidi? Biz paytda ilgari hech qanaqa trading, o'quv kursi, birja, forex degan yozuvlar bo'lmasdi. Biz juda qiynalganmiz boshida. Bu kimdan o'qisa ekan, kimdan o'rgansa ekan bu sohani, kim bizga o'rgatar ekan bu narsalarni deb rosa qiynalganmiz, qidirib yurganmiz, ancha vaqt sarflaganmiz bu narsaga. Internet orqali boshlaganmiz o'rganishni, bor narsani internetdan birinchi olganmiz, o'rganganmiz. 2010-yillarda birinchi bo'lib Forex Club akademiyasi ochilgan Toshkentda. Ilgari ularning ofisi Uzex ro'parasida bo'lgan, aeroport mostiga chiqib turishdi. O'sha ochilganda birinchi bo'lib bizni bitiruvchilar o'zimiz bo'lganmiz. Ya'ni biz bitirganmiz, birinchi bo'lib biz o'qiganmiz. Shundan keyin sekin-sekin boshlangan, ichkariga qarab kirish boshlangan. U yerda endi asosan bazaviy narsalar o'rgatilgan, pro kursi bo'lgan, pro kursda ham o'qiganmiz. Shunaqa qilib sekin-sekin orada biz institut o'qiganmiz, tradingga o'qish bilan baravar olib ketganmiz. 2014-yilda, 15-yilda Nyu-Yorkskiy birjada o'sha ishlashni boshlaganmiz. Ya'ni aksiyalar bilan, to'g'rimi? Aksiyalar bilan. Bozor mexanizmini o'sha 2014-yilda именно aksiya yo'nalishida ishlaganimizda stakan lenta bilan lentalarni o'qishni o'sha paytda boshlaganmiz, o'rganish. Bundan keyin ancha yillar o'tib o'zimizni prop kompaniyamizni ochdik. Bungacha bo'lgan muddatda biz bir nechta prop kompaniyalarda ishlab chiqdik, именно amerikanskiy aksiyalar bilan. Bilasizlar, aksiyalar kechasi soat 6:30 dan keyin ochiladi bozor. 6:30 dan keyin. Amerikanskiy sessiya, ya'ni ochilgan paytda kechasi 2gacha o'tirardik. Balki ish vaqtimiz tugamaguncha prop kompaniyada ishlagandan keyin endi ish vaqti aniq bo'ladi. 4:30 da kelsak, kechasi 2 da chiqib ketardik ofisdan. O'shangacha hamma birinchi bozorga tayyorlanish bo'lardi, keyin savdo bo'lardi. Savdodan keyingi bo'ladigan домашний работалар bo'lardi. Ancha vaqt talab qilardi. 2 dan keyin o'sha uyga shu taksilar o'zi spetsialni kelib olib borib qo'yardi hammani uyiga. Prop kompaniyada shunaqa uslugalar bo'lardi o'zi. Eshitganman. Bu soha juda katta soha, bozorlar har xil, mahsulotlar har xil tovarlar bilan ishlash kerak. Hammasida ishlab ko'rganmiz. Hamma bozorda ishlab chiqqanmiz prinsip. Aksiyalarda ham, futureslarda ham, spotoviy rынок, kripto bozorlar.
hozirgi kunga kelib juda ommabop bo'lib ketdi, ya'ni ko'pchilik tradingga qiziqib qoldi. Hozirgi paytda ustoz topish oson bo'lib qoldi. Ya'ni hamma joy hozir kurs, hamma trader. Boya aytdingiz-ku, Forex Clubda o'rganganman. Birinchi ma'lumotlarni o'shda oldim dedingizmi? Sizdan ozgina keyinroq boshlaganman. 2016-yil menda qiziqish boshlangan. Men qiziqib qolishimning sababi, agar bilsangiz, oldin brokerlar reklama yoqishardi. Target reklamalar yoqishardi. Endi Instagramda emas-ku, saytlarda o'sha reklamasini ko'rib, o'sha grafiklarni endi kinolarda ko'rganman, nima ekanini xullas kirib, qiziqib, bir marta registratsiya qilib, ozgina demo shotda ishlab, shunaqa qilib meniki boshlanib ketgan. Aytganingizdek, men ham boshida rosa qiynalganman. Даже 2016-yilda ham traderlar bo'lmasdi, o'zingiz ham bilasiz. Men ham YouTube, internetlarda mana shunaqa qilib informatsiya yig'ishni boshlaganman. Lekin u informatsiyalar kamlik qilgan. Xullas, keyin Azaka bilan tanishib, birga ishlaganmiz. Azakadan ham dars olganman 2018-yilda. Ana o'sha paytlari keyin komandaga nabor bo'lgan paytda qo'shilganman, o'sha sababli siz bilan tanishib qolganmiz. Tarix bizda shunaqa bo'lgan, haqiqatan ham oldin darslar, kurslar bo'lmasdi. Lekin hozirgi kunda agar Instagramga kirmang yoki boshqa joyga kirmang, hamma joy trading kursdan to'lib yotibdi. Buni sababi nima deb o'ylaysiz, Mirtohir aka? O'zi trading qachon ommalashdi? Misol uchun biz paytda hech kim bilmasdi. Trader desa tanimasdi ham, misol uchun u bugun yo'q edi gaplashishga hamda. 2012-yilda Aziz bilan tanishganmiz. Aziz bilan, ya'ni Aziz atrofida, meni atrofimda sanoqli odamlar bo'lardi, traderlar. Asosan karantin payti, karantindan keyin hamma onlayn pul topishga qiziqib qoldi. Ya'ni nima deydi? Hamma uyda o'tirib qoldi-yu. Hamma nima deydi? Onlayn o'tirib, uyda o'tirib pul topish temasi avjiga chiqdi. Endi karantinda bu trading sohasi ommalashdi. Endi to'g'ri, traderlar, ya'ni ko'zga ko'ringan traderlar ham olib chiqdi bu temani. Ya'ni Aziz o'zi ham ancha trading yo'nalishida kontentlar qildi, aholiga nima deydi, moliyaviy savodxonligini oshirish yo'lida shu tradingga yangi kelganlar uchun ancha-muncha kontent qildi, mehnat qildi u ham. Uni ham bitta nima deydi, hissasi katta desak bo'ladi. O'sha orqali o'sha sababchi bo'lgan odamlar bor. Umuman vaziyat shuni taqozo qildiki, hamma shu trading orqali pul topishga qiziqib qoldi. Afsuski, ular bu yo'lni oson yo'l deb o'ylashdi. Ya'ni tradingni o'qisa oson ekan bu yerda pul topish deb o'yladi ko'pchilik. Hamma massaviy ravishda, ya'ni ommaviy ravishda kelib shu narsani o'rganishni boshladi. Rostdan ham statistika bor-da. Mana shu statistikani ham aytib o'tib ketishimiz kerak. Endi bu qanchalik rost yoki yolg'on yoki juda ham, menimcha juda ham yaqin statistika. Bir xil aytishadiki 100% dan 95% odamlar bu sohaga kirib chiqib ketadi. Kimdir 96, kimdir 97, 98% traderlar ham bu sohani, ya'ni xalq traderlik sohasini eplolmasdan chiqib ketadi degan statistika bor. Bizda ham 97-98% O'zbekiston sharoitida. Ya'ni O'zbekistonda kam demoqchisiz. Buning sababi nima? Juda kam. Chunki O'zbekistonda hozir oxirgi payt e'tibor bersanglar, ko'pchilik ustoz tanlashda adashyapti. Ya'ni har xil soxta kurs deymizmi, nima deymiz? Umuman bozorga aloqasi yo'q bo'lgan odamlar trading kursini, ya'ni biznes qilib olgan. Ular nimadan kelib chiqyapti bu narsa, biznes qilib olish? Bizda bilsanglar, bitta biznes ko'zga ko'rinsa, hamma o'sha biznesga yopishishni boshlaydi. Kimdir pul topayotganini ko'rsa, men ham shu ishni qilaman deydi. Tushungan, tushunmagan, opiti bormi, yo'qmi, ilmi bormi, yo'qmi, hammasi yopishadi. Shu biznesni rasvo qilishadi, grup aytgan. O'shalarni hisobiga bu bolalar u yoqqa boradi soxta kursga, bu yoqqa boradi soxta kurs, unisi aldaydi, pulini oladi, bunisi aldaydi. Shuni hisobiga ham bu bolalar hech qanaqa statistikada ishtirok etmaydi. Shu joyga bitta narsa qo'shib ketaman. Yaqinda, menimcha hali yarim yil ham bo'lmadi. Bitta yigit keldi oldimga. Xullas, endi menda komanda bor, o'zimizning jamoamizda bor, traderlar bilan o'tirib birga trade qiladigan. Keldi-da, xullas, maqsadi komandaga qo'shilish. Yaxshi niyatda keldi. Mayli dedim.
nimani bilasan, o'zingga ishonching bormi, strategiyang bormi, rabochiy ishlab turgan, foyda keltirayotgan desam, xullas nimani o'rgangan, YouTube'dan o'sha hamma bilgan, hozir hype bo'lib ketgan SMC, Smart Money, ICT mashinalar bo'ldi, undan yo'g'ini bilmaydi. Keyin aytdiki, orada dars qilganman deyapti, kurs berganman deyapti. Nima o'rgatding desam, mana shu ICT, SMC. Xo'p, ICT, SMC ni bilar ekansan. Shu narsa orqali o'zing foyda qildingmi? Hali hech qanaqa natijasi yo'q. Natija qilib ko'rmagan. Uni maqsadi prosta komandaga kelib tajriba olish. Yomon niyatda emas, yaxshi niyatda kelyapti. Niyatini menga aytayapti, tajriba olmoqchiman, mana shu o'tirib ishlamoqchiman. Lekin shu narsani aytayaptiki, hali o'zi natijaga chiqmagan. Hali o'zi trade qilib pul topmagan, lekin orada уже nechtalar odamga dars o'tgan. O'sha odamlar hozir trader bo'ldimi yoki yo'q? Men 100% o'ylayman hozir. Unda o'qigan, undan keyin yana boshqa joyga borib, yana boshqatdan o'qigan yoki bo'lmasam trading sohasidan ko'ngli qolib уже chiqib ketganda. Da. Именно shu bolada o'qigan bolalar prosta adashgan bolalar hisoblanadi bo'ldi. Prosta vaqt bekor ketadi-da. Menga misol uchun kelgan traderlar bo'ladi. Mana shunaqa boshqa soxta traderlarda o'qib kelishadi. Men ularga aytaman, birinchi deyman, nimani o'rgangan bo'lsang, hammasini unutgin deyman. Esingdan chiqardi. Noldan boshlayman o'rgatish. Endi avvallari shunaqa bo'lgan. Biz именно prop kompaniya ochganimizda o'zim ozgina o'zimni yaqinlarimdan boshlaganman o'rgatishni. Shu paytda kelgan traderlarga shu to'g'ri yo'lni ko'rsatish maqsadida shunaqa maslahat berilgan. Noldan boshlash kerak. Unaqa soxta kursda o'qigandan keyin unutish kerak-da, boshqatdan boshlash kerak o'qish. Endi bu sohani ko'pchilik o'yin qilardi, to'g'risini aytsam. SNR deydi, ICT deydi, там еще придумывают какие-то. Bu hammasi yangicha terminlar. Buni endi siz bilasiz, men bilaman, eskidan ishlab kelayotgan traderlar bilishadi, lekin yangi bu sohani endi boshlayotganlar tushunmayapti-da. O'zi aslida mana shu Smart Money'si bormi, ICT'si bormi, bular hammasi necha yil oldin yozib ketilgan, hamma traderlar biladigan narsalar. Da, komponenti yangicha, boshqacha terminlar bilan, boshqacha so'zlar bilan aytilayotgani uchun takoy chiroyliroq so'zlardan foydalanishgani uchun odamlarga qanaqadir qiziqarli, haqiqatan ishlaydigan narsadek ko'rinyapti, reklamasi ham, PR-i ham shunaqa momentda zo'r ketadi. Shunaqa bo'lyapti, именно o'sha ICT, SNR deganda, SNR oladigan bo'lsak, bu oddiy narsa, support and resistance. Oddiy qilib aytganda уровень. Da, bir xillarcha o'shani abbreviaturasini ham bilmaydi. Nima ma'noni anglatishni ham bilmaydi, ko'r-ko'rona o'qiveradi. Oddiy уровень поддержки сопротивления. Keyin orada yana Malayziyaning SNR degani ham chiqdi. Da, ko'rdim. Именно SNR o'zi oddiy narsa bo'lgani uchun mana bizani uklon aslida именно уровеньlarga uklon qilingan. Aslida biz o'rgatamiz u narsani, tegini. Oddiy atamasi ham oddiy, ya'ni уровень поддержки сопротивления deyiladi. Smart Money Conception deydi. Uni ichidagi komponent aslida price action. Shu eski 300 yillik narsani olingan komponentini yoniga 2-3 ta narsani qo'shib kurs qilib sotishyapti strategiya. Uni komponentini bilishmaydi. Nima mexanizmini, nima tashkil qilishini bilishmaydi. Bir marta shogirdlar menga telefon qildi. Bloketida nimani so'radi? Order blokmi? Hali endi Smart Money konsept endi chiqayotgan payt, уже 2 yil bo'ldi bu narsaga. O'sha payt order blok degan narsa bor ekan. Ustoz, nima shu, menga tushuntirib bering deyapti-da. Men nima deyishimni bilmayman. Ustoz sifatida, shogirdim mendan so'rayapti, men nima javob berishni bilmayman. Order blok nima ekan o'damman-da. Boshimni qotirdim, xullas ozgina uyalib, "Yo'q, order blok nimaligini bilmas ekanman" dedim. Keyin internet tiklashni boshladim. Order blok deb yozsam, уже chiqib ketdi-da, yani Smart Money, keyin nima bu уровеньni olishi yangicha turi. Da, boss, cho'ch, yana qanaqadir terminlar bor-ku, keyin hammasini bitta o'qib chiqdim. Smart Money degan yangicha narsa ekan, men bilmas ekanman, nima ekanini o'rganaman deb o'qidim. Xullas, eski narsa. O'sha o'zimiz bilgan, har doim biz ishlatib kelayotgan narsalar. Prosta уже so'zlari boshqacha-da. Da. Cho'ch deganda nima edi? Change of character da. Trendni buzilishi yoki bo'lmasam struktura buzilishi da.
yoki trendni davom etishi mana shu narsalarni bildirar ekan. Xullas, shu smart money esa ham. O'shaning uchun eski narsalarni, misol uchun bizani oldimizga kelib mana shu narsalar haqida gapirsa, ya'ni men treyderman deb keladi bir xil. Mana shu 3 ta gapi yetadi bizga. Bu sohaga aloqasi bormi bu bolani, bu mexanizmini biladimi yo'qmi? Biz 3 ta gapirsa biz bilib olamiz. Endi mana shu narsalar bildirib qo'yadi-da. Eski narsani misol uchun eski treyderlardan so'rasangiz, buni mexanizmini tushuntirib beradi nimaligini aslida. Tegida nima bularni ishlashiga sabab bo'layotgan narsani aytib berishadi mexanizm. Order block tam yana qanaqadir urovni bor. Bizani ustozlar ham misol uchun bizda ustozlar ko'p, mana samim deyli, bittasini otini aytib o'taman, ya'ni Gerchik. Gerchik butun SNGga dars beradi hali ham. Ilgari 2008-yil ular kurs ochishni boshlagan, o'qib chiqqanmiz shu kursini ham. O'shani o'zi, ya'ni Gerchik o'zi aytib o'tadi. Bu narsani o'ylab topilgan, ya'ni придуманный narsa deydi. Wolfix degan platforma bor. Именно klasterni, объемный analiz uchun. Именно shu smart moneyni shunday qo'yib berishadi. Qayerda deydi. Qani order block объем bo'lish kerak-ku именно уровеньda. Wolfixda yo'q u narsa. Ishlamasa, ishlamadi deb turib o'tib ketishadi, sakrab u narsani. Просто dokumenti yo'q demoqchiman, o'sha aytayotgan narsasini orqasida объем turishi kerak. Uni Wolfix platformasida yoki boshqa объемный klasterni analiz qiladigan platformalarda ko'rsatish kerak. Chunki уровень bu vizualniy narsa. Ya'ni hamma ko'radigan narsa. Uni orqasida объемni уровеньga qarab, misol uchun boshqa platformalar orqali ko'rsa bo'ladi. Dokumenti kerak demoqchiman. Da, xullas tasdiq kerak. Tasdiq kerak. Уровень qayerdaligini hamma ko'radi, lekin qaysi уровень ishlaydi, ishlamasligini уже объем qayerdaligini ko'rishmaydi. Ko'rib olishimiz kerak. Xo'p, endi mana sekin platformaga o'tdik. Qanaqa platformalarni hozirgi paytda masalan trading sohasini o'rganayotgan odam qaysi platformalardan foydalanishi kerak, qaysi platformani o'rganish kerak? Agar bilsangiz, hozirgili faqatgina MetaTrader yoki bo'lmasa birozgina TradingView'dan xabari bor, и то tekin variant. Da. Siz masalan qaysi platformalardan foydalanasiz? Avvalambor platforma haqida gapiradigan bo'lsak, hamma MetaTrader 4 yoki 5 ta ishlaydi. Biz ishlatadigan platforma торговый platforma bo'lishi kerak bitta. Ikkinchisi bu analitik platforma, ya'ni analiz uchun. Biz analiz uchun ishlatadigan platformalar именно Chikagskiy birjaga ulangan bo'lishi kerak. Kotirovkalar yoqilgan bo'lishi kerak. Masalan, bittasi, krupniysi bu Thinkorswim. Ya'ni Charles Schwab korporatsiyasi sotib olgan kompaniyani. Ularning platformasi bor. Ichida lentasi ham bor, stakani ham, объемlari. Bizga eng asosiy kerak bo'ladigan narsasi bu futuresning kontraktni toza baroviy grafiklari. И объемlari, соответственно. Боковой, vertikalniy объемlar и lentasi. Xo'p, lenta stakan dedingiz. Mana hozirgi paytda bu ham bitta temaga aylanyapti. Men aytib berdim. Instagramda yoki YouTube'larda объем deganda mana shu lenta stakanlarni xullas продвигать qilishyapti. Lekin bu sohaga endi kirib kelayotgan odam lenta bilan stakan aslida nimaga kerakligini tushunmaydi-da. Men lenta stakan bir ozgina tushuntirib bering, o'zingiz nimaga kerak bu stakan bilan lenta? Siz o'zingiz foydalanasizmi shu narsadan? Bu narsadan biz asosan amerikanskiy rynokda foydalanamiz. Yana aytadigan bo'lsak, ya'ni qisqa muddatda foydalanamiz. Ya'ni bozor ochiladi Amerika vaqti bo'yicha 6:30 da. Birinchi 1,5 soat tonki aksiyalarda, ya'ni объемi ko'p emas bo'lgan aksiyalarda birinchi 1,5 soat foyda beradi, ya'ni effektivni ishlaydi. O'sha stakanda turgan объем, ya'ni tepada askda size turadigan bo'lsa, katta lot. Shu yoqqa borib lentada biz o'qiymiz, bo'layotgan savdoni borib urilamiz. Tasavvur qilinglar, narx joyida turibdi, lekin lentada yashil rangda print o'tyapti, объем o'tyapti, покупка qilishyapti, lekin grafikda narx qotib turibdi. Bu degani tepada askda stakanda katta jирный size turgan bo'ladi. O'shandan отбой, ya'ni urilib qaytishiga ishlaymiz. Ana именно o'sha momentda scalping qilsak bo'ladi yoki qanaqadir impuls usha olsak bo'ladi. O'sha momentlarda tonki aksiyalarda ishlatsa bo'ladi, effekti bor. Lekin mana bu hozir biz ishlayotgan ko'pchilik tillada ishlaydi. Tilladagi bozorda объем juda katta. O'tda unaqa effekt bo'lmaydi.
Scalpingga tam через bookmap qanaqadir ko'rib head-upni ko'rib turib ishlatishligi mumkin. O'sha объемdan отбой bo'lishini. U scalping uchun ozgina. Faqat shu narsani odamlar tushunishi kerak. Agar scalping qilmoqchi bo'lsangiz, sizga lenta, stakanlar foyda berishi mumkin. Lekin intraday yoki swing trading, долгосрочный tradinglarga bu nima deydi, lentadagi объемlarni hech qanaqa bizga foydasi yo'q. Boya Tsinkorsiyum dedingiz, keyin hozir bookmap dedingiz. Tsinkorsiyumni ham oldin ishlatganman. O'z nima deydi, qatdan registratsiya qilishlarni o'z ko'rsatgan edingiz. Necha yil bo'ldi shu narsaga? Ancha bo'ldi. Ishlatganman. Lekin o'sha paytda ham men chista scalping uchun ishlatganman. Haqiqatan ham ko'rganman, что intraday, ya'ni uzoqroq muddat uchun bu narsalarni menga keragi yo'q. Bir ozgincha payt scalping qilganman. Shu narsani tushunib yetganmanki, scalping yo'nalishi просто menga to'g'ri kelmaydi. Men unaqa aktivni o'tirib trade qila olmaganim uchun, xarakterimga to'g'ri kelmagani uchun men o'sha scalpingdan chiqib ketganman. U ko'pchiligiga to'g'ri kelmaydi u. Hozirgi paytda masalan Tsinkorsiyum o'sha Charles Schwab sotib olganidan keyin Tsinkorsiyumga xullas oldin oladigan joyimizdan o'sha registratsiyadan o'ta olmay qolganimdan TD Ameritrade o'sha yopildi. O'sha yopilgandan keyin orada masalan Ninja Trade'dan foydalandim. Hozirgi paytda masalan trendga chiqib ketgan bookmapni ham oldin o'sha 3 oydan beri ishlatyapmiz. Bookmapda ham bor xuddi o'sha stakan lentalari, lekin scalping uchun emas. Bu yoqda yana headmap degan xullas qo'shimcha yana likvidnessda yig'ilgan joylar. Faqatgina grafikka qarab urovni ko'rsatadi. ICT, SMC aytishadi-ku, likvid eshitdi nimadir. Необоснованный narsalar, hech qanaqangi fakt yo'q bu yoqda. Bu yoqda haqiqatan ham po faktu ko'rib turibmiz. Grafikda ko'rsatadi, ya'ni ekranida. O'shalarga qarab masalan foydalanyapmiz. To o'shanda ham scalping emas. Scalping uchun foydalansangiz bo'ladi, lekin jano krupni yig'ilgan joylari qanaqadir intraday ishlash uchun yoki kattaroq muddatlar ishlash uchun unchalik foydasi yo'q narsani. Просто xalq shu narsani bilmayapti. Endi bir xillik kelyapti, masalan bookmap nima yoki stakan nima, lenta nima, просто olib beraman. Shu narsa senga kerakmi-yo'q? Scalping qilmoqchimisan? Agar scalping qilaman desa o'rgansa bo'ladi, arziydi. Agar bozorni mexanizmini bilmasa, grafikni o'qishi bilmasa, bu scalping ham qila olmaydi. Misol uchun u testdan o'tkazilgan bu narsalar. Mana ko'pchilik bookmapga dostуп olgan, bir xil bolalar dostуп qilib bergan, просто ishlata olmadi bu narsani. Chunki bozor mexanizmini bilmaydi. Uni ishlatish uchun o'sha polniy stakani bormi, lentasi bormi, xullas bozor mexanizmi, bozor qanaqa ishlashini ichini xullas tushunib olish kerak. Просто bookmapni olib qo'ygandan unga terminib o'tirish foydasi yo'q. Hozirgi holatda asosiy ishlatadigan platforma bu TradingView, Thinkorswim, MetaTrader. Ya'ni savdo uchun asosan hamma почти 100% traderlar savdo uchun MetaTrader 4 yoki 5 ishlatadi. Agar telefonda misol uchun agar savdoni ochib yopaman desa, bitta monitorda analitический platformani qo'yib qo'yib, grafikni o'zini analiz qilib telefonda sel qilib o'tirsa bo'ladi. Chunki savdo uchun knopka bo'lsa bo'ldi. Chunki analiz qilmaydi MetaTrader grafikini. Hamma analiz yo TradingView'da bo'ladi yoki Thinkorswim'da. Maslahat berardim kamida ikkita monitor bo'lishini, чтобы ikkita platforma ishlatasizlar, bittasi savdo uchun, bittasi analiz uchun. TradingView удобный bo'lyapti. Oxirgi videolarda ko'rsanglar bo'ladi. TradingView $22 ga aylanyapti grubi. Именно o'sha kotirovka yoqish bilan o'zini podpiskasi. Maslahatimiz shu, ikkita platforma ishlatishadi, bittasi analizga, bittasi savdoga. Endi nimaga bitta moment qolib ketmasin? Nimaga unaqa qilamiz? Chunki ikkita mahsulot. Bittasi futures, ikkinchisi spot. Spotda savdo qilishadi, futuresda analiz qilishadi. Narx ikkalasi bir xil harakatlanadi. Inakda har xil, inakda noise paytlar qolib ketib qoladi. Lekin narxi, futures narxi qimmatroq yuradi, spotga qaraganda. Именно bularni endi katta tema bo'lib ketadi, hozir tushuntiradigan bo'lsak, futures nima, spot nima, uni keyingi anaqalarda podkastlarda tushuntirib beraman farqini. Platformalar haqida mana qisqacha gaplashib oldik. Demak, TradingView bizga toza grafik uchun kerak. Keyin yana bitta professionalroq platforma объемlar uchun kerak.
bitta MetaTrader 4 yoki 5 zeka ochish va yopish uchun kerak. Savdo uchun. Bu platformalar. Endi keling ozgina brokerlar haqida ham gaplashamiz, chunki bu hozir mashinalik brokerlar ham ko'payib ketgan, o'zingiz bilasiz. Orasida har xil o'yin qiladigan, ya'ni shoular juda ham ko'p. Siz kuzatyapsizmi, yo'q bilmadim-ku. Siz qaysi brokerdan foydalanyapsiz o'zingiz, masalan? Qaysi brokerlar masalan maslahat bera olasiz yoki maslahat bermaysiz? Qaranglar. Avvalambor biza ishlayotgan soha katta soha. Bu yerda asosan ishlaydigan odamlarimiz, kompaniyalarimiz bu chet el tashkilotlari. Bu degani chet el tashkilotlari uchun O'zbekistonda turib hech kim hech qanaqa garantiya bermaydi. Ya'ni bo'yniga hech qanaqa mas'uliyatni olmaydi ular uchun. Yopilaman desa, mana degan tarixda brokerlar bo'lgan, katta summalarimiz shu brokerlarda qolib ketgan, yopilib ham ketgan. Nima deydi? Bitta ish boshlaganda buni riskligini tushunib yetgan odam bu biznesni, ya'ni riskini borligini tushunib yetgandan keyin shunga qarab ish qiladi. Brokerlarni ishonchli degan so'z, 100% ishonchli bu narsa degan so'z ularga begona. Bunaqasi bo'lmaydi. Chunki chet el tashkilot. Umuman bitta brokerlarga taalluqli emas bu, boshqa sohadagi tashkilotlarga ham taalluqli. Chet el tashkilotimi? Uni bu yerda turib garantiya beradigan odami bo'lmasa, men senga garantiya beraman shu uchun demasa, hech kim garantiya bermaydi. Garantiyani aslida beradigan odam, men bilishim bo'yicha bu regulyator. Lekin O'zbekistonda brokerlarni nazorat qiladigan bironta regulyator yo'q. Tashkilot yo'q unaqa. Bir xil aytishadi, masalan, qaysidir brokerni mana shvetsarskiy masalan regulyatori bor, yevropeyskiy regulyatori bor yoki Angliyadan olgan, Avstraliyadan olgan deydi. Xullas, gap shundaki, o'sha regulyator Shvetsariyanikimi? Bu degani o'sha broker zo'r broker degani emas. Biz uchun to'g'rirog'i. Shvetsariyani xalqi uchun bu foydali narsa, chunki o'sha regulyator o'sha xalqni, Shvetsariyani ularning interesini himoya qiladi. Interesini himoya qiladi. Lekin u regulyator kelib masalan bizani himoya qilmaydi. Bu narsani tushunishimiz kerak. O'zbekistonda hozirgi kunda lekin regulyator yo'q. Regulyator bor bo'lsa, o'zingiz ham bilasiz, balki eshitgandirsiz, Yevropada ya'ni Yevropa fuqarolari uchun brokerlar katta plecho ham bermaydi. Chunki regulyator bor-ku, bu narsani xullas nazorat qilishadi, kontrol qilishadi. Ya'ni ularda men eshitishim bo'yicha maksimum 1.30, o'sha 1.30 ni ham haqiqatdan ham malakali traderligingizni isbotlab bersangizgina beradi. Bo'lmasam 1.10, 1.20 shunaqa atrofda eshitganman. Endi proplarda ham shunaqa. Hozirgi kunda masalan Rossiyada ham necha yil bo'ldi regulyator Rossiyada ham o'sha paydo bo'lganiga 3 yil, 4 yil, 5 yil oldin уже paydo bo'ldi. Ko'pchilik brokerlar Rossiyadan chiqib ketdi. Rossiyskiy regulyatsiyani o'sha olgan, litsenziyasini olgan brokerlar ishlashyapti, lekin olmaganlar bu yoqda yuribdi. Plechosi juda ham kam. O'zbekistonda esa regulyator yo'qligi uchun hammasi xohlagan broker O'zbekistonga keladi, biriga 1000 plecho, biriga 3000, даже qaysidir brokerda infinity, ya'ni bezlimitni plecholar ham bor. Endi plechoni o'zligiga regulirovka qilib ishlatsa bo'ladi. Asosiysi bu yerda brokerlar, kelayotgan brokerlar hammasi hali dordan qochgan deymiz-ku. Litsenziya ola olmagan, bilishadi, что loyihaligini bu brokerlarni hammasi kelib bizga taklif qilyapti. Ya'ni O'zbekistondagi mana bunaqa учебный sentrlarga kelib har xil предложение qilib, bonuslar qilib beramiz, yo'q deb taklif qilib bosh qotirishyapti. Bizning ofisga ham ancha-munchasi kelgan. Ancha-munchasi Kiprdan ham kelgan, boshqa Yevropadan, Rossiyadan. Shunaqa holatlarni eshitdim. Oxirgi endi ochiq ayturaman. Shunaqangi условия qilib beryaptiki, учебный sentrlarga, именно soxta mentorlarga, traderlarga, soxtalariga bitta сделка ochsa, misol uchun long knopkani, ya'ni buy bosadigan bo'lsa, $1 pastdan ochib beryapti, sразу plusda. Sразу foyda ochib beradi. Sell bosadigan bo'lsa, sразу $1 yoki $2 tepadan ochyapti katta ob'yomda. Sразу plusda. Bu narsani mana o'sha necha yil oldin ko'rgan edim. Faqat bu emas, keyin brokerlar bittasi.
keyin anaqa ham qilib berishadi, okey. Demo akkauntni real serverga ulab berayotgan brokerlar bor. O'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz keling, tushunadigan odam, masalan, anchadan beri ishlab yurgan odam-ku biladi bu narsani albatta, lekin xalq trading sohasiga endi kirib kelayotgan odamlar bu narsani bilmaydi. Bular prosta til biriktirib ish qilayotganini tushunib yetmaydi ko'pchilik. Bilmaydi, men pul topayotgan ekan, zelkalarni qaradi, borish kerak, shunga o'qish kerak deydi, borib o'qishadi. Lekin aslida hech narsa yo'q orqada. O'sha topgan pullari hammasi to'lqin narsa o'rgatmaydi. O'rgatgan narsasichi, men ko'rdim, teskarida ko'pchilik noto'g'ri o'rgatgan, o'ziga zararga ishlayapti-da, bolalarning miyasini zaharlashyapti. Keyin bu yoqqa kelgandan keyin o'sha realniy ilmlar olaman deb kelgandan keyin ularga qiyin bo'ladi unutish. Chunki zaharlab qo'ygan bo'ladi-da. Fundament уже qurilib bo'lgan. Da. Unutish qiyin bo'ladi keyin. Shunaqa trader bilaman, 10 yillik trader, eski trader. Endi menga yetgan 10 yildan beri trade qilaman deb. Fibonacci'ni, уровень Fibonacci'ni teskari tortadi. Teskari. Trendga teskari. Вообще-da, qotib qolgan o'sha. Uni o'zgartirib bo'lmaydi. U o'shanga ishonadi, boshqalarni ham ishontiradi. Yana o'quvchilari ham bor. Shu narsani o'rgatgan o'sha o'quvchilariga. Вообще страшно-da bu narsalarni ko'rish bola. Hozir shu imенно Fibonacci deganingizga men ham esimga tushib ketdi. Yaqinda men ham shogirdim. Fibonacci'ni qanaqa qilib chizishni, qatdan qatga tortishni ko'rsatgan. Hamma narsani biladi. Lekin qattandir bilmayman, Telegramdan, Instagramdan, YouTubedan yana qo'shimcha nimadir ko'rganda biga real zaharlangan. Yo'qman, ishlamaydi bu narsa. Hozir sen istoriyaga qarab, masalan, tekshiraversang, istoriyada hamma narsa ishlaydi, okey? Ha. Istoriyaga tekshirib, masalan, любой bitta strategiyani backtest qiling, istoriyada hamma narsa sizni ko'zingizga ishlaydigandek ko'rinaveradi, lekin real momentda ishlayotganingizda уже istoriyadagidek ishlamaydi-da. Shu narsani lekin tushunmayotganlar juda ham ko'p. Bizani ilgari o'sha ustozlarimiz o'rgatgan momentida, o'rgatgan paytida не верьте даже мне derdi-da. Endi rus tilida o'qiganmiz biz. Не верьте даже мне derdi-da. Ver только своим глазам. Ya'ni ko'zingga, ko'rgan narsangga ishon derdi-da. Imенно shu bozorda analiz qilganimizda ishlayotgan narsaga, ko'rgan narsamizga ishonganmiz-da. Shu orqali sekin-sekin daromadga chiqilgan. Ishonmagan, ya'ni o'ylab topgan narsamizga, mana bunaqa ko'rib olgan kimdandir, qatdandir kelib qolgan mafhum narsalar bo'ladi-yu. O'sha narsalarni ishlatganimizda pul yo'qotganmiz faqat. Faqat minus bo'lgan. O'ylab topilgan narsaga ishonish juda katta xato. O'sha ichida o'sha o'ylab topilgan narsalar ko'p-ku. Kurslar bor, ichida strategiyalar bor, ko'p narsa o'ylab topilgan. O'sha Fibonacci'ni teskari tortish ham kimdir o'ylab topgan-da. Teskari tortib, teskari yo'nalishda o'zi aslida u narsaga, misol uchun 900 yil bo'lgan uni yaratilganiga. Aniq matematik va tabiiy sifra hisoblanadi. Eskidan ishlaydigan narsa, lekin shuni ham noto'g'ri o'rgatib, noto'g'ri talqin qilib, noto'g'ri ishlashyapti. Keyin brokerlarda yana A book, B book, A plus B book degan nima deydi? Tizim deymiz ham, ularning sistemasi deymiz. Ichki siyosat desa bo'ladi. Ichki siyosati shunaqa narsa haqida ham, aynan shu narsa haqida ham ozgina o'zingizni fikringizni aytsangiz. Endi bu brokerlarning ichki siyosati hammasi har xil, hammasida har xil siyosat yuritiladi. Eng ommabop siyosat bu birinchi yangi traderlarni B-bookda ushlashadi. Ya'ni bozorga chiqmaydi zelkada. Broker o'zini dealingi ichida aylanadi. Yoki boshqa trader buy bosib, bittasi sell bosib, встречный uradi zelkasini. Xullas bozorga chiqmaydi bu ssenariyda birinchi varianti. Ikkinchi ssenariyda qachonki stabilniy katta daromad, ya'ni katta pul пополнение qilib, katta daromadni ishlab yetishi boshlasa, stabilniy zelkalar sistemasi borligiga uverin bo'lgandan keyin, o'sha opitniy traderligiga uverin bo'lgandan keyin ularda filtrda chiqadi bu narsa. Sekin ularga дополнительный комиссия joriy etiladi. O'sha kelib дополнительный соглашение qilib turib, keyin birjaga STP orqali sekin olib chiqishi mumkin. O'tda endi komissiyani hisobiga bozorga chiqib ketaveradi zelkalari, крупный summa межбанковский chiqib ketaveradi zelkalar. Ya'ni bu sohaga endi kirib kelib, endi пополнение qilgan traderlarni hammasi ham сразу real bozorga chiqmaydi.
Da. yoki qanaqadir определенный summa bor, necha puldandir ko'proq bo'lsa agar puli bozorga chiqadi yoki faqatgina tajribasi sinovdan o'tganidan keyingina o'tadi. U bir xillarini agar pul ishlashni boshlagandan keyin chiqarmasligi ham mumkin. Ya'ni biza bilan dogoringiz tugadi yoki biza bilan ishlamay qo'ya qoling deb aytish ham mumkin. Shunaqa brokerlar ham bor. Boshqa brokerga o'tib ishlay qoling deyish ham mumkin. Ya'ni bozorga olib chiqmasligi ham mumkin. U ya'ni ularda A-book tizimi yo'q bo'lgan broker. yo'q. Tinchgina chopadi. Chop boradi. Grup aytsa shunaqa qiladi. Endi bu brokerlarni o'zi asli nimaga bunaqa ishlar qilishadi? Nimaga birinchi kelgan odam dilingni ichida aylantirish kerak? Nimaga? Chunki mirovoy statistika bor. 100 ta odamdan 97 tasi bu bozorni ya'ni snapshot qiladi. Ya'ni pul tashab, yutqizib chiqib ketadi. Nimaga? Chunki bu soha juda talablari ko'p sohada. Bu sohaga oddiy kelgan odam to'g'ri kelmaydi. Bu sohaga kelgan odam bozor kimga pul to'laydi misol uchun? O'sha odamga aylana olgan odamlar qoladi. O'zini o'zi boshqatdan tarbiyalab, boshqa odamga aylana olsa, shunaqa o'zida kuch topib olsa, o'zini o'zgartirishga. Ana o'shalarga bozor pul to'laydi, o'shalar pul ishlaydi. Brokerlar bu narsadan foydalanadi, statistika bor-ku deydi. 100 tadan 97 tasi baribir yutqizadi deydi. Nima qilsa uni bozorga olib chiqib deydi. Lutcha bizga slivat qilib deydi. Endi biznes tomonidan olib qarasangiz, misol uchun agar o'sha kompaniya sizlarniki bo'lsa yoki meniki bo'lsa, endi любой bitta biznesmenniki bo'lsa, shunaqa yo'l tutadi. Chunki statistika shu narsaga olib boradi baribir. Statistika ko'rsatib turibdi. 100 ta odamdan 97 tasi baribir yutqizadi. Biznes model tomonidan uspeshli narsa, o'shaning uchun brokerlar shunaqa yo'l tutadi. Endi brokerlarni nima yo'l tutishini biz endi muhokama qilamiz. Endi asosiy joyi biz ko'rgan joyimiz shu. Statistikadan olib qaraydigan bo'lsa, logichni shu ish qilish. Trader, oddiy trader sifatida masalan aniqlasa bo'ladimi? Qanaqadir yo'llari bormi? Qaysidir masalan bu broker olib chiqadimi bozorga yoki olib chiqmaydimi? Qanaqadir filtrlashmi, aniqlashnimi yo'li bormi deb o'ylaysiz? Endi grup aytadigan bo'lsam, yoki traderga bu narsani umuman qiziqib bo'lishi ham kerak emas. Da. Lutcha traderga bu narsa qiziq bo'lmasin. Qachonki stabilniy pul topishni boshlasa, u o'z brokerlar bor, o'sha stabilniy pul topadiganlar bilan ishlaydigan. Paka oddiy brokerlarda ham ishlab yuraveradi kichkina summada. Nimaga? Chunki bularning klientskiy bazasi yaxshi, 10 ming, 20 ming dollarlarni yechib beraveradi bemalol. Ularga bu pullarni yechish shunaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Ular даже bilmaydi ham zelka bozorga chiqyaptimi, chiqmayaptimi, ularga qizig'i ham yo'q. Treyderni qilsa bo'ldi ular. Ularga o'sha уровеньdan baga o'tib katta daromadli yechmagunicha bu brokerlar ko'taradi. O'sha уровеньni ko'taradi. Mirtohir aka, orada masalan mashinnik brokerlar ham bor. O'zingiz bilganlaringizni sanab bering, bizani ko'rayotgan obunachilar o'zligi uchun bilib olishsin, kimdir endi poponiyani qilmoqchidir, qaysi broker bilan ishlashni bilmayotganlar bordir. Prosta aldanib o'sha brokerlarga pul to'ldirib qo'yishmasin degan maqsadda o'zingiz bilgan mashinnik brokerlarning nomini aytib ketsangiz. Endi men bilganim ilgari Maxi Markets degani bo'lardi. Hamma biladi. U Markets degani bo'lardi. Shu Markets bilan aloqador Global Markets degani bo'lardi. Ular telefon qilib, o'sha bilmayman qayerdan qilardi, har xil nomerlar chiqadi. Dubayskiy nomer ham chiqadi, rossiyskiy nomer ham, Angliyadan ham qiladi. Prosta odamlarni ishontirib, bir so'm tiksang 10 so'm bo'ladi, davay pul tikib turib, 10 minglab, 20 minglab pulini через даже Western Union orqali ham olishardi ilgari. Hozir endi kartalar orqali olishdi. Nechtasi keldi bizning ofisga. Mana shunaqa allab odamlarning pulini olishadi shu brokerlar. O'shalarga umuman chet eldan kimdir telefon qilib bir so'm pul tiksang 2 so'm bo'ladi, davay pul tik desa, o'sha o'ta mantiq yo'q olib qoladi. Ya'ni qanaqadir chet ellik sizga telefon qilib pul tikkan boyib ketasan deyapti. Agar shunaqa qobiliyati bo'lsa, o'zi tikib o'zi boyib ketaversin, to'g'rimi? O'ta mantiq yo'q olib qoladi. Normalniy broker o'zidan o'zi birinchi bo'lib hech qachon sizga telefon qilib, men bilan ishla, menga pul qo'ygan degan takliflarni bermaydi. Masalan, broker qachon telefon qilishi mumkin? Qachonki o'sha brokerda registratsiyadan o'tsangiz, даже telefon ham qilmaydi. Klient sifatida masalan, kim nima deb tanish maqsadida qiladi, agar registratsiyadan o'tsangiz, lekin sizni tanimaydigan broker o'zidan o'zi telefon qilmaydi.
hozir Odamlar- aytgan sanab o'tgan brokerlaringizga yana bitta qo'shimcha qilib aytib ketaman. Balkim siz ham tanirsiz. Mani oldimga ham 3 yil, 4 yil oldin menimcha adashmasam keldi. 21 yoki 22-yillar keldi MPBFX degan. Na. Bizlar bilan ishla, men bilan ishla degan takliflarni berdi. Xullas usloviyalari menga yoqmadi. Ozgina istoriyasini kuzatganimda xullas ko'nglim hech chopmadi mana shu brokerga nimagadir. Ishlagim ham kelmadi u bilan. Oxiri qarasa haqiqatdan ham mashinik bo'lib chiqdi. Bir nechta tanishlarim pul qo'ygan. Bir ikkitasi pul qo'yib o'sha pulni yo'qotganidan keyin boshqalarga ham o'sha aytolmanda, men bu broker mashinik bo'ldi, aldanmayman. Prosta reklamasi zo'r bo'lgani uchun yana achinarli joyi shundaki, ba'zi trading mana shu kurs o'tadigan soxta mentorlar deymiz ama brokerlar bilan kelishib ishlashadi. O'shalar, ya'ni o'zimizning o'zbek mana shu mentor treyderlarimiz o'sha brokerni tavsiya qilib, reklama qilib, чисто referalkasi uchun katta summa пополнение qildirgan. Da, chunki referalkasi ham ularda zo'r. Referalniy programma nimaligini o'zingiz ham bilasiz. Ular zo'r pul to'lashadi. Har bitta o'sha пополнениyadan ularga bonus berganda katta summa. Bittasini eshitdim. 170 ming dollarga olib chiqqan balansini. Qancha bir 10 ming dollardan olib chiqishgan. Bir sima pul hech bermadi. Prosta chopib bordi. Shu bolani. O'sha именно o'sha broker. Men eshitgan narsam xullas pulni qo'ygan, pulni haqiqatan ham nechta baravariga ko'paytirgan. Akkauntga kirib pul yechaman desa prosta akkaunt yo'q. Yo'q. Ne sуществует unaqa akkaunt, unaqa registratsiyadan o'tmagandek xuddi. Unaqasi bo'lgan, ko'p bo'lgan. Ehtiyot bo'lish kerak bu brokerlarda. Keyin yana bitta sanab o'tgan brokerlaringizdan U-Markets dedingiz. U-Markets o'ziga yarasha menda masalan anaqa bor. Вообще. Opit bor desa ham bo'ladi. Xullas bitta tanishim bo'lgan. Kredit olib tikkan. Yo. Undan ham qizg'in narsa olgan, eshitingsiz, shok bo'lasiz. Короче, bitta tanishim, endi keyin tanishganmiz-ku, xullas Latviyaga ketgan, o'qishga ketgan ekan. Keyinchalik balkim o'sha bola bilan ham bitta podkast qilamiz, intervyu olaman. Xudo xolisa u xalqqa menimcha juda ham foydali bo'ladi. Xullas Latviyada ish qidirib yurgan bo'lgan. Bitta объявлениyaga ko'zi tushib qolgan. Объявленияda xullas call centerga Холодный звонокka ishga olamiz degan объявление bo'lgan, borgan, ishga kirgan. Borsa brokerskiy kompaniya deb o'zligini tanishtirishgan, unga o'zligidan nima deydi, savol beradigan, masalan, javob nima deydi, shablon, instruksiyalar bilan ishlash, instruksiyasini polni berishgan, o'rgatishgan. Bordim, ishladim, aytgancha ishga kirishdan oldin chet el tilini biladiganlar uchun degan ekanda. Bu masalan, yo'da chet ellik, o'zbek tili, ular uchun o'zbek tilini biladi. O'zbek tilini bilaman deb borgan. Bo'ldi, как раз bizga san keraksan deganda o'zbek tilida bilas olishgan uni. Har kuni unga nomer berishar ekanda, telefon nomer, O'zbekiston nomeri. O'zbekiston nomerlarini. U bola har kuni o'tirib O'zbekiston mana shu fuqarolariga telefon qilib, brokerda ishlashga, ya'ni mijozlarni o'sha пополнение qilishga undaydigan xullas takliflar bilan telefon qilar ekan. Odamlar masalan, bu endi o'zbek yigit-ku, o'zbek bo'lib, o'zbek tilida gaplashyapti, odamlar ishongan. Bir xil masalan pul qo'yishar ekan, kimdir 5 ming, kimdir 1000. Kredit olib, hammada har xil, hammada qanaqa imkoniyat bo'lsa pul qo'yadi. Unaqa ko'p ishlaganim ham yo'q o'zi u broker bilan dotdi. Bir oygacha men bormadi dedi. Sababini aytar ekan, sababi shuki, o'sha 1-2 hafta ishlagandan keyin o'sha пополнение qilgan klientlari qaytib pulni yechib olaman deb zaявка beradi-ku, na vывод zaявка bergan paytda pulni yechib bermas ekan broker. Pulni yechmayaptimi? O'sha mijoz mana shu bolaga telefon qilib tushatdim. Bu bola keyin pulni yechish отделi bor ekan. U отделda ham yonida o'tirgan boshqa bitta sherigi dotdi-da. Xullas o'shanga o'sha telefonni beraman. U yog'iga o'z обработка qiladi. Itogi olib qarasa, xullas pul tushyapti brokerskiy kompaniyaga, lekin hech kim pul yecha olmayapti. Mashinistvaligini bilganim uchun keyin o'zbek fuqarolari bilan menga tushayotgan o'zbek lidlar bilan, nomerlar bilan o'sha boshqacha gaplashishga boshladim. Iloji boricha o'sha pul qo'ymasligiga, пополнение qilmasligiga undashishga boshladim. O'shandan keyin xullas bir oygacha bormasdan rezultat bo'lmagan, o'sha to'g'ri. Rezultat o'sha qilolmagani uchun bir oyga bormasdan o'sha bolani ishdan olishdi. Vijdoni bor ekanda. Vijdoni borligi uchun shunaqa qilgan, lekin aytayotdiki, orada mendan tashqari yana 2-3 ta o'zbek bolalar bor.
ishlashyapti. necha oy oldin kelib o'sha ishlab yurgan, o'sha qanaqadir darajalarga erishgan bolalar bor. O'shalarga qo'yilaman dedi. Nasib qilsa u bilan ham hali bir intervyu qilamiz, o'zi bilan bir gaplashib. Yo'q demasa, xullas U Markets, ya'ni yozilishi U Markets. Nomini o'zgartirib har xil o'sha chiqib ketdi. Boyaga aytgan Maxi Marketsiz oldin bir paytlar M Markets bo'lgan menimcha, keyin Max bo'lgan, keyin Maxi bo'ldi. Hozir balkim yana boshqachadir nomi. Nomini o'zgartirib yuborish shu qiyin narsa emas brokerligi. Nomini almashtirib ishlab yotibdi. Ya'ni menda ham bitta voqeani aytib bermoqchiman. Bitta ofisimga bitta bola keldi, Dubaydan keldi u. Dubaydan keldida, "Aka, dedi, men bitta joyda ishladim" deb aytib berdi. Именно xuddi shunaqa voqeani. Katta ofis deydi Dubayda. Polniy hamma, как Wall Streetga o'xshab zvonokda o'tiribdi. Polniy SNGga telefon qiladi, butun Kanadalarga ham bordi, ularning sviazi telefon qilib, maqsad pul olish, odamlarni aldab pulni olish. Instruksiya kelyapti deyapti, Xitoydan kelyapti instruksiya. Xitoy tilida kelyapti. Bu как переводчик bo'lib borgan, ingliz tiliga перевод qilib, o'sha yerda ishlayapti. Bir oy ishladim, aka ketdim dedi, tushunib qoldim nima bo'layotganini. Именно shu broker temasi o'sha yerda ham. Yani massiv chet elda turib olib ishlashyapti. Ko'pchilik kuyganlar bor, kuzatib ko'rib turganlar o'zi biladi, qancha pul berib yuborgan chet elga, telefon qilgan o'sha mashiniklarga. Shunaqa vaziyatlarni, holatlarni ko'rdikki, eshitdikki, даже odamlar puli yo'q o'zi, lekin shunaqangi gipnoz qilgan telefonda turib, bankka borib kredit olishgan. Katta miqdorda kredit olib, o'shalarga chiqarib yuborgan pulni. Shunaqa holatlar keldi realni oldimga. Shunaqa nima deydi, panikada kelyapti haligi. Nima bo'layotganini o'zi bilmayapti-da, ya'ni guruh aytganda tushimmi o'ngimmi bu deyapti-da, tushuntirib beringlar, nimaga ololmayapman qaytarib pulimni deyapti-da. Nima qilib qo'yganini o'zi anglamayapti-da. O'shalarga yagona birdan bir beradigan maslahatimiz, chet eldan kim telefon qilib pul so'rasa, pul tikinglar betga desa, hech qachon ishonmanglar. Chet eldan birov pul telefon qilib so'rasa, o'sha mantiq yo'qolib qoladi. Ya'ni shunaqa imkoniyat bo'lsa, pul ishlashga, shunaqa vaziyat bo'layotgan bo'lsa, o'zi pul tikib ishlayveradi. Shunaqa vaziyat qobiliyati bo'lsa. Sizlardan pul olishi o'sha nerealniy narsa bu. Просто mashinist. Ular bizani qayerdan topishadiki, har xil masalan saytlarda registratsiya qilamiz, qayerdadir o'sha pochtamizani, telefon nomerlarimizni to'ldiramiz-ku. Ko'pchilik mana shu internet saytida mana shu kontaktni daniylarni sotishar ekan. Xullas, begona nomer, begona masalan davlatdan biron kim telefon qilib, "Men brokerman, menga pul ber, pulingni ko'paytirib beraman" deb qanaqadir soxta natijalarni ham kerak bo'lsa ko'rsatish mumkin. Treyderlarga o'sha taqdim qiladi, mana menimcha foyda qilganmiz dedi. Ishonmanglar, agar zo'r trade qilishni bilsa yoki broker bo'lsa, u sizga qarab qo'ygan joyi yo'q. Ayniqsa sizni $100, $500 pulga umuman qarab qo'ygan joyi yo'q. Trade qilish uchun bittasi aytibdiki, to'g'rirog'i tikkanki, 500 ming so'm boshlanish. Telegram kanallarda kallaga sig'ib, miyaga sig'maydi. U qanaqasiga o'zi zo'r trader bo'lsa, zo'r natija qilayotgan bo'lsa-da, sizni 500 ming so'm pulga qarab qo'ygan joyi bormi? Biz bunaqa narsalarga ishonish kerak emas. Shunaqa. Orada ko'rgan bo'lsang, Alisher Usmonov fonda deb turib ham sun'iy intellekt ishlatib, video montaj qilib turib, gapirtirib, rosa olib borishdi Instagramda. Faqatgina Alisher Usmonov emas, kerak bo'lsa hozirgi bizning prezidentimizni ham shunaqa har xil banklarni olib chiqishdi. Любой o'sha nima ko'zga ko'ringan O'zbekistonda trend, ya'ni ko'zga ko'ringan taniydigan narsa bo'lsa hammasini olib chiqishdi. Даже treyderlarni olib chiqishdi. Bir ikkita treyderni ham ko'rdim hozir. Yaqinda aylanyapti. Meni ham rasmim bor aka. Meniki ham bor. Mana rasmim olgan. O'zini soxta natijalarini qo'ygan Telegram kanali bor, men keyin ko'rsataman. Telegram kanal ochgan, nima deydi? Mana o'sha obloshkalardan foydalanganda, lekin ichida ingliz tilida yoki boshqacha tillarda ketyapti-da. Men masalan faqat o'zbekchada olib boraman Telegram kanalimni ham yoki boshqa narsalarni ham yo'qda ingliz tilida. Endi pul ham olyapti-da. Shunaqa eng achinarlisi bor, obednisi. Sodda odamlar bo'ladi-yu. Prosta topshirib yuborishyapti-da, hamma borini. Pulini shu narsalarga ishonib. Bu sohadan, ya'ni birjalardan, moliyaviy soatxonligi bo'lmagan odamlar prosta yutqizishyapti katta miqdorda.
Habib yana bitta tema bor bilsang, bu robot sotish, robotlarga pul tikish. Shu trend. Robot hozirgi paytda haqiqatan ham hamma o'zini robot ko'ryapti, masalan. Trade qilishni bilishingiz shart emas degan reklamalar juda ham. Da. Naborot, trade qilishni biladigan odam ishlatsagina qanaqadir natijaga erishishi mumkin, lekin treyderlikdan xabari yo'q odam, grafikni o'qishni bilmaydigan odam robotga pul tikib faqatgina pulni yo'qotgani qoladi. Chunki robot o'zi nima deganda, mana oddiy qilib tushuntirib beramiz. Bu bitta algoritm tasavvur qiling, uning ichida masalan strategiyasi bor. Aniq bitta strategiya bor. Bo'lishi mumkin, masalan, trend tarafga ishlaydigan robotlar yoki flat yaxshi ishlaydigan robotlar, to'g'rimi? Asosiysi martingel. Da, ko'pchiligi martingel. Xullas, robot qachon zo'r ishlaydi, qachonki bozorda o'sha robotga to'g'ri keladigan sharoit bo'lsa, yaxshi ishlab berishi mumkin. Lekin qachonki robotga o'sha teskari narsalar bo'lsa, grafikda o'sha joyda o'sha robot sliv qilib tashlashni boshlaydi. Reklamalarda ko'rsatish mumkin-da. Men bu 1 oylik natija, 2 oylik natija, 6 oylik natija deb ko'rsatadi, lekin real moment ishlatayotganingizda balkim 6, balkim 7, balkim 8-oyda o'sha sliv qoladi. Endi uni tushunmaydi u odamlar pul tikadi. O'sha sikl degan narsa bor. Har yil masalan bitta juda ham katta skachoklar bo'ladi, juda ham katta qaysidir tarafga trend yurib ketgan paytda, ayniqsa mana shu martingel qiladigan robotlar oqizadi. Bu oy bo'lmasa keyingi oy. To'liq oqizadi. Yarim yildan keyin, uzog'i bilan 1 oy, 1 yildan keyin baribir glavniysi olayotgan odamlar hech bo'loni tushunmaydi-da, to'liq hech narsani bilmaydi. Prosta robotga ishonib qoladi 100%. Chunki reklama shunaqa-da. Olasan, avtomat 100% avtomat robot yoqib qo'yiladi, bo'ldi, o'zi foyda qiladi. Men shunaqa holatlarni eshitdim, mana shu kuyganlar haqida tema ketdi-yu. 20 ming, 30 ming, 50 minglab pul tikib, prosta oqizib yuborgan robot kuygan. Achinarli holat, даже uyini sotib ham to'laganda, qarzga olganmi pulni bilmayli, uyini zalogga qo'yib olganmi. Mana shu oxirgi umidi shu robotdan bo'lib qolganda. Nima deydi, achinarli holatlarga olib kelib qo'ygan. O'zi robotni bundoq olib qaraydigan bo'lsak, robot sotish ham bitta biznes bo'lib qoldi-da. Ishlamaydi u robot, o'zi ham biladi, sotyapti. O'zi ishlaydigan robotlar sotilmaydi. Aslida agar ishlasa haqiqatda realniy любой vaziyatdan olib chiqib ketadigan robot bo'lsa, uni sotishmaydi. Uni sotganda grubo mantiq yo'qolib qoladi. Это как ishlaydigan robotni как pechatный станок deb oladigan bo'lsak, pul pechat qiladigan станок. Pul pechat qiladigan stanokni kimgadir sotyapti. Nimaga? Pul evaziga. O'zi pul pechat qiladi-yu, nima qiladi uni sotib, to'g'rimi? Значит, bu ishlamaydi, значит, bu kimdir biznes. Shunaqa holat bo'ldi. Bitta bola keldi, yoshroq bola ofisimga. Bizani bilmaydi endi, tanimaydi. Yaxshi tanimaydi, tipi kelib qoldi qayerdandir. Qani olib keldim, ko'rsat. Okey, robotim bor, 2% prosatka, 50% gacha daromad qiladi. Yo'q. O zo'r u dedim. Qani ko'rsatchi dedim. Ochib ko'rsatyapti-da. Haligi absolyutniy prosatkasi, ya'ni absolyutniy prosatkasi necha deyapman-da? 2% deyapti. Qarommi 80% kirib chiqqanda shu minusga. 80% minusga kirib, keyin plusga keyin olib chiqqanda martishkada, martingel sistema. Mana o'ki ishlagan deyapti. Qani absolyutniy prosatka 80% u desam? Yo'q, 80% emas, 2% deyapti-da. Kim aytdi senga 2%? Shunaqa deb aytishgan menga deyapti-da. O'zi ham bilmaydi-da, ya'ni отчетini robotlarni. Statementni ochsa o'zi hammasi kelib chiqadi. O'zi tushunmaydi, mana shunaqa sotib biznes qilib yurishibdi uyatda. Tag'in yana bitta narsa, oke, mana shu robotga taalluqli narsa. O'zbekistonda mana shu o'zi robot yasaydigan odamlar unaqa ko'p emas. O'zbekistonda men taniganlarim, masalan, bir ikkita odamni bilaman. Ko'pchilik robotlar chet elda yasalgan robot. Qaysidir bitta Yevropalikniki yoki qaysidir bitta Rusniki robotning o'zi tegi. Bizanikilar nima qilgan? Oddiy franshizasini olgan yoki bo'lmasam izlom qilgan. Oddiy franshizasini olgandan misol qilaylik. Shu robotni yasagan odam o'zi robotini $500 ga sotadi. Internetga kirsangiz $500 turibdi. $500 ga olib ishlasangiz bo'ladi. Lekin bizanikilar franshizasini olib, natijani zo'r qilib ko'rsatib, faqat ishlagan joylarni zo'r qilib ko'rsatib 3000, eng kamida $2000 dan sotayotganlar ham bor. Hech qanaqa mehnat qilmagan.
Bilaman. Просто undan olgan, serverni olgan. Даже Tekin robotlarni sotishyapti. Tekin. Da, Tekinlarni ham sotganlar bor. Xullas, 100% ishonchli robot yo'q. Robot ishlatmoqchi bo'lsangiz, trading sohasini oldin o'zingiz yaxshilab o'rganib oling. Grafikni o'qishni, trendni, masalan, направлениyalarni to'g'ri aniqlashni o'rganib olib, keyin robot ishlatsangiz qanaqadir natijaga erishishingiz mumkin. Qachon to'xtatib, qachon yoqishni bilish kerak. Ha, chunki istoriyada shunaqa narsa bo'lgan. Bizda masalan bitta trader tanishim, tradingdan xabari bor odam robotni olgan. Bitta masalan avtomat robot deb ishonib, tradingdan xabari yo'q bo'lgan odam ham o'sha robotni olgan. Ikkalasi bitta robot ishlashyapti. Ikkalasi bitta. Bitta momentda bo'layotgan narsa, bu narsa adashmasam 2 yilda bo'lgan. 2 yil oldingi narsani aytib beraman. Trader, ya'ni tradingdan xabari bor odam ishlatib, masalan qanchadir deposit qilganda, nechadir x qilib, 1 yil ichida qanchadir foyda qilib, foydasini yechib haligacha ishlatib yuruvdi. Men bu trader emas, faqat o'sha avtomatligiga ishonib olgan odam Tashab qo'ygan. 2 oyga bormasdan akkauntda slip bo'lib ketgan. Nimani hisobiga? Chunki trader bozorni biladi, yangilik paytda masalan o'chirganda, Impuls payti o'chirgan. Impuls paytlar o'chirib, trendga qarshi Range ishlagan. Kerak bo'lsa, nima deydi, akkaunt slip bo'lib ketishini bilib, slipdan qutqarib qolish uchun kerak bo'lsa, minusda zekalarni ham yopib qo'ygan joylari bo'lgan, menga aytib beruvdi. Men bu bunaqa narsani bilmaydim. Unga faqat robotni sotishgan, olgan, o'sha playni bosib qo'ygan bo'ldi robot. Serverga ilib qo'ygan. Da, serverda turgan. Slip bo'lib ketgan. Xulosa shuki, robot ishlatishdan oldin menimcha tradingni yaxshilab o'rganib olish kerak. Tradingni yaxshilab o'rgangandan keyin robot kerak emas. O'rgangandan keyin o'zi biladi-ku qanaqa ishlash. Da, endi o'rgangan odam o'zi robot ishlatgisi ham kelmay qoladi. Chunki asosan robotga kim qiziqadi? Baribir qanaqadir risk qoladi u yerda. Da, robotga o'zi kim qiziqadi, okey? Tradingdan xabari yo'q odam, qanaqadir passiv daromad deb ishlasam, ishlamasam ham pul kelib turadi degan maqsadda. Yo'ki shunaqa bolalar bor, programmist, trader. U robotini hech kimga aytmaydi ham, sotmaydi ham, o'zi ishlatadi. O'zi biladi qachon yoqib o'chirishi, qayerda, nimada ishlatishi. Robotlar ham bor. U nimaga aytilmaydi? Chunki real ishlaydi. U o'zini algoritmini, ya'ni texnik zadaniyasini o'zi qilgan. Algoritmni o'zi tushuntirgan robotga. U o'zini ishlaydigan algoritm bo'lishi mumkin. Uni menga aytib berishdi, ishlaydigan algoritmni shunaqa holat bo'lgan. Ikkita odam olib ishlatgan, o'zim tanishlari. O'ta serverda bilinadi-ku, bitta robotni nechta odam ishlatayotgani. Stabilniy pul yechishni boshlagandan keyin broker o'zi sirazi o'sha robotga dostуп yopib qo'yadi. Prosta o'sha brokerda o'sha robot ishlamaydi. Boshqalarga ham aytiladi, buni ishlatmalaring deydi. 2-3 ta odam ishlatsa, kattaroq pul yechirishni boshlasa, u konkretni bibukdan yechiladi u narsa. Bibukda yechilayotgan pul brokerga zarar. Ularga невыгодно bu narsa. Prosta to'xtatib qo'yishadi bo'ldi. Prosta ana bolani mehnati kuyadi-da. Boshqalarga ham MetaTrader o'zi bitta-yu MetaQuotes kompaniyasiniki. Brokerlar zapros beradi MetaQuotesga, aytadi, "Men buni ishlatmagin" deydi, "Nonimizni ham taqvat" deydi, grubo. MetaQuotes prosta bloklab qo'yadi, ana bolani mehnatiga kuyib qoladi prosta. Shuning uchun u narsa tarqatilmaydi. Bitta odam oladi, o'zining razrabotkasi o'zi ishlatishi mumkin. Balki o'sha narsa o'sha voqea yuzaga kelmagunicha ishlatib oladi. Yoki krupniroq brokerlar bilan shu bozorga olib chiqadiganlar bilan ishlatsa bo'ladi. Habib yana bitta tema bor. Ko'pchilik yangi narsalar bilan hype qilyapti hozir. Odamlar eshitmagan bo'lishi mumkin, biz eshitganmiz eski narsa. Nomini aytib, misol uchun oddiy bookmap hype qilishyapti shuni ham. Stakan lentani ham hype qilishyapti. Eski 1000 yillik narsa, uni o'zini joyi bor, o'zini o'rni bor, qayerda ishlatishi. Lekin buni oddiy odamlar bilmaydi-yu. O'shani kurs qilib misol uchun sotishyapti, o'qiyapti, bu qilyapti. Oddiy odamlar nimaga bilmaydi? Chunki hamma yo'ldagi mana shu sifatsiz kurslar faqatgina hozirgi paytda nima? SMC, ICT, SNR, mashina aslidan yo'g'ini odamlar ko'rmayapti, bilmayapti. Bu yerda aslini olganda hech kim yengillik qila olmaydi. Bu yerda hamma o'sha o'rgatilgan narsalar, ishlayotgan narsalar bu 300 yillik narsalar-da, eski narsalar. Shu bozorni mexanizmiga aloqasi bor bo'lgan narsa ishlaydi bu bozorda, qolgani ishlamaydi. Qolgani prosta kimnidir o'ylab topgan razrabotkasi, kimnidir kursi, kimdir boshqacharoq hype qilib turib shu narsa ishlaydi deb turib olib borayotgan temas. Agar bozor mexanizmiga aloqasi bo'lmasa, bozor mexanizmini haligi bolalar o'qishi bilmasa, tushunmasa, o'rgatilmasa,
oddiy mana shu baroviy grafiklarni o'qishni bilmasa, mana bu hype qilinayotgan narsalarni o'rganishdan foyda yo'q. Prosta bilmaydi nimaligini, ko'rona borib, okey, zo'r narsa ekan, stakan zo'r ekan, lenta zo'r ekan, bookmap zo'r ekan, ketdi o'sha yoqqa qarab. Instagramda, YouTube'da любой masalan kamerani oldiga chiqib trading haqida bir ozgina narsa gapirib qo'ygan odam hamma ham trader bo'lib qolavermaydi. Bir ozgina o'sha istoriyasini baribir ham tekshirish kerak, surishtirish kerak. Любой odam hozir kerak bo'lsa kursni endi trading sohasini endi 1 oy, 2 oy oldin tugatib 2 oydan keyin o'zi dars o'tadi. 2 oydan keyin dars beryapti. Ana o'shalar asosan qanaqadir bir ikkita nimalarni o'rganib olib dars o'tishyapti. Siz aytganingizdek bookmapni yoki lenta stakanlarni, lenta stakan qachon kerak, qachon kerak emasligini bilmaydi, lekin butun umidini shu bookmapga boylab qo'yyapti, lenta stakanga boylab qo'yyapti. O'ylayaptiki, mashina o'rgansam, men millioner bo'lib ketaman deb o'ylayapti. O'sha odamdan skalper chiqadimi, chiqmaydimi, hali noma'lum, lekin odamlarga o'sha narsa orqali umid beryaptiki, shu narsa bilan zo'r trader bo'lib ketasan, boyib ketasan. Bundan keyin bu trend tugaydi. Bu hozir trendga chiqdi-yu. Odamlar tushunib yetgandan keyin bu narsalar foyda bermasligini, boshqa narsalar kerakligini tushunib yetgandan keyin bu tugaydi. Bo'ldi, o'sha boshqa temaga o'tishadi. Boshqa temani hype qilishadi keyin. Keyin yana odamlarni qiynayotgan narsa bu, ko'rgan bo'lsangiz kerak, signal har xil razgonchilarning kanallari, signal kanalda. Meni ham bir ikkita kanaldagi mana shu Telegramda qo'shib qo'yishgan ekan, nima ekan deb birozgina kuzatsam, shunaqangi jahlim chiqyapti endi ko'rsangiz. Xullas, bitta tanishimda ham shunaqa narsa bo'lgan ekan, o'sha narsa bo'lgandan keyin xullas meni oldimga keldi, ozgina maslahat olgani. Nima qilishyapti? Razgonchilar razgon qilgan masalan bir ikkita natijasini ko'rsatadi. Telegram kanalida как положено mana buncha bo'ldi, $500 qo'yildi, 5000 qilindi, 10000 qilindi degan. Lekin bunaqa natijani har kuni ham qila olmaydi-ku, to'g'rimi? Odamlardan o'shalar masalan pul olishyapti. Sizni ham pulingizni razgon qilib beramiz, sizni ham pulingizni ko'paytirib beramiz debdi. Faqat riski o'zingizni bo'yningizda. Nima shay risk o'zingizni bo'yningizda, pul yo'qolib ketsa, yo'q ketsa mendan ko'rmaysiz. Shu darajada ahmoq bo'lish kerak. Shu narsaga ishonish uchun-da, pulni masalan 100% topshirib qo'yish uchun. Prosta gap nimadaki, menga aytib beryapti o'sha odam. Оказывается, nechtadir odam pul bergan. Misol qilib aytaylikki, 10 ta odam pul berdi. O'sha $500 dan 10 ta odamning puli boshqarildi-da, 9 tasiniki sliv. Orada bittasiniki o'xshagan. 9 taga bo'ldi, pulinglar sliv bo'ldi deb to'g'ri tushuntiravradimi? Oxirida o'xshagani ham keladi oldiga. Lekin o'xshaganini ham aldab yuborishyapti. Qanaqa qilib mana sliv bo'lgan akkauntni ko'rsatar ekanda, mana okey, men sizni pulingizni, men sizni akkauntingizni. U bilmaydi. Pul sliv bo'lib ketdi, uzr deydi, lekin aslida o'sha $5000 dan $10000 qilib qo'ygan. Xullas, cho'mchak urilyapti. Telegram kanalda mana shu o'xshagan joylarni qo'yaveradi, lekin sliv bo'lgan natijalarni ko'rsatishmayapti. Juda mana shu tema ommabop bo'ldi, ya'ni signal sotish, mana shunaqa odamlar pulini olib uxlatib yuborish, grup aytganda. Bilmayman endi qanaqa odamlar bor. Shunaqangi vaziyat bo'ldiki, bittasi okey, telefon qo'yadi. Signal bormi sizlarda deydi. Signal olib o'rganib qolganda, hammaga telefon qilib signal so'raydi. Mendan ham ko'p so'rashadi. Bu signal nima o'zi, domma? Signal bizga aloqasi yo'q, bu sohaga aloqasi yo'q so'z u, domma. Sen signal olgan trader bu trader hisoblanmaydi, domma. Qanaqadir rekomendatsiya bo'lishi mumkin, misol uchun, mana bu urovingdan tepaga o'tsa, olinglar, pastga o'tsa, short qilinglar. Lekin signal prям mamta olasan, mamta sotasan, mamta yopasan, trader emasda o'sha. O'zini fikri ham yo'qda. Faqat o'sha sifrani kutib o'tiradi. Qaysi knopkani qayerda bosish kerakligini kutib o'tiradi. Eng qizig'i, o'sha kimdir signal kanaliga kiradi, 1 kun, 2 kun ishlaydi, 3-kun sliv bo'ladi, chiqib ketadi. Sliv bo'ladi. Keyin yana boshqa signalchini qidiradi. Keyin yana boshqa signalchi topish kerak. Shunaqa odamlar borda. Hype'dan hype'ga yuradiganlar ham bor, Hype proyektlarga pul tikishadi, yopilgandan keyin yana yangi hype muhokama qilishadi. Bittasi aytib beruvdi. Kafeda, restoranda o'sha hypechilarda hammasi o'sha pul tikkanlar yig'ilish qilib, yangi yana hype muhokama qilishyapti-da. O'sha yeyishga o'tdi.
ancha pulga kuyishganda o'sha yenga ana joyga pul tikib yana kuyishmoqchida. Shunaqa odamlar ham bor. Xullas, trading sohasini o'rganayotgan iloji bo'lsa o'zi o'rganish kerak. Har xil signallarga ishonish kerak emas, hech qachon birovga pul berish kerak emas. Endi o'zi o'rganish kerak deganda sal nima deydi? Bitta nyuansi bor. Prosta o'zi o'rgansa ko'p vaqt yo'qotadi. Biz boshimizdan o'tkazganmiz-da bu narsani. Biz o'qimagan narsamiz, ko'rmagan narsamiz, hali titkilamagan joyimiz qolmagan. Mana shu sohaga kirib kelayotganda boshida. Hamma narsani o'qib chiqqanmiz. Nima, liboy tema bo'yicha liboy ma'lumot bor. Hamma o'sha o'qitadigan o'qituvchi treyderlarni hammasini taniymiz. Misol uchun meni ustozlarim, men ustoz bitta bo'lmagan, chunki hamma joydan har xil ma'lumot olingan. Ustozlarim juda ko'p. Asosan amerikalik treyderlar, rossiyalik, Ukrainadan bor, Toshkentda bor treyderlar. Toshkentda o'sha prop firmada ishlab chiqqan treyderlar ustozlik qilgan bizga. Ancha-muncha treyderlardan ilm olganmiz. Asosiy informatsiya Amerikadan. Amerikadan, keyin Rossiyadan, bu yoqdagi treyderlardan. Bitta o'zim agar nima deydi, internet orqali o'rganganimda ancha vaqt ketgan. Imенно shu ustoz topib, ustozdan o'rganganimizda har bittasi alohida bitta temada zo'r bizga shu bozorda ishlashimiz uchun zo'r strategiyalarni, bozor tushunchasini, ya'ni понимание рынка deymiz, shu narsalarni bitta odamdan emas, bir nechta odamni o'qib turib, shu professional, o'sha real ilm beradigan odamlarni kursini olib turib, shu narsalarga erishganmiz-da. To'g'ri. Men ham aytdim-ku, boshida o'sha YouTube'dan o'rganganman. 2 yil umrim YouTube kurs bilan o'tib ketgan. Lekin haqiqatdan ham natija bo'lmagan. Xuddi filtri yo'q, filtri yo'q. Keyin Hamma narsani ustozim Aziz akadan dars olganman. Menga juda ham katta plus bo'lgan bu narsa. O'sha dars tugagandan keyin komandaga qo'shilganim. Chunki komandaga qo'shilganimda o'sha atmosfera, ya'ni atrofimda treyderlar, siz bilan tanishganman, yana boshqa treyderlar bilan tanishganman. Bu men juda ham katta yutug'im bo'lgan. Zo'r tajribani o'sha komandaga qo'shilganimdan keyin o'sha olganman deb o'ylayman. Komandada zo'r bo'lardi, ofisda. Zo'r bo'ladi. Balki yaxshi kunlar bo'lgan. Endi Aziz bu sohani tanilishiga katta mehnat ketgan treyderlardan. O'zimizni do'stim ma'murlar nima deydi, yoshi bir xil. Hozir Dubayda ishlayapti. O'zi Dubayga ketishdan oldin mendan so'ragandi, ketamizmi Dubayga oilaviy polni, immigratsiya tipi. Shu ishlaymiz. Endi men bu yoqda ishim bo'lgani uchun men bora olmadim. Aziz ancha-muncha odamga dars bergan. Komandada ancha ishlaganmiz mazax shu payt. Endi hamma o'zini yo'li bilan ketdi. Undan keyin ancha xotiralar qolgan. Aziz bilan bog'liq, chunki qancha bo'ldi? 15 yildan beri taniymiz-da bir-birimizni. Endi sizlarga ustozlik qilgan, vaqti kelsa bizga ham ustozlik qilgan, bir-birimizga ustozlik qilganmiz. Ancha-muncha loyihalar qilganmiz. Endi mehmonlar kelganda eslaysan, anaqada Ukrainadan. Ancha taassurotlar qolgan. Mirtoqir aka, trading sohasi hozir hype'da, buni hammamiz bilamiz, lekin shu hype'ga aldanib, masalan, sifatsiz kurslarga borib qo'yishyapti odamlar. Qancha odam ko'p qo'yyapti, kimlargadir pulni berib. Xo'p, trading sohasini o'rganayotgan odam uchun qanaqadir bitta o'rotma bormi? Qanaqadir bitta aniq bitta relsga tushish uchun nimalarni o'rganish kerak, nimalardan boshlash kerak, nima deb maslahat bergan bo'lardingiz? Endi agar tajribamdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, yangi kelgan treyderlar birinchi 2 yil, 3 yil baribir pul yo'qotadi. Ya'ni minusda yurishadi, paka daromad qilguncha, ular opit yiqquncha, bu sohani kasb sifatida egallaguncha, ular o'sha boshida baribir minusda yuradi. Xato qiladi, chunki shu xatolari shu narsaga olib keladi. Endi bularni yangi kirganlarni ham, opiti bor, tradingdan xabari borlarni ham yo'li bo'ladi, ya'ni treyderlarning evolyutsiyasi bo'ladi. Ularni relsga qo'yadigan bo'lsak, birinchi qiladigan narsasi bu to'g'ri ustoz tanlash.
to'g'ri bozorni mexanizmiga aloqasi bo'lgan eski o'sha 300 yildan beri ishlaydigan ilmlarni, texnikalarni, strategiyalarni o'rganish. To'g'ri o'rganish, chunki To'g'ri hozirgi paytda o'rganish. noto'g'ri o'rgatayotganlar ham bor. Вот именно. Shu bozor mexanizmiga aloqasi bo'lgan real ilmlarni egallash. Bu teoriya. Bozor mexanizmiga aloqasi bo'lmagan narsalardan uzoq ushlash. Ya'ni har bitta bu yerda ustoz o'rgatyapti, misol uchun realniy narsani. Дополнительный internetda yana titkilab bu narsa deb o'zi bekitqicha o'rganib tashlash, misol uchun SMS ile tam ICT ko'rko'roni. Unaqa qilish kerak emas. Avvalambor birinchi qiladigan ish bu ustoz topish. Realniy ilmni o'rgatadigan ustoz. 2 oy, 3 oy teoriyaga misol uchun vaqt ketadi o'qishga. Kamida 2 oy teoriyani o'rganishga. U yoqi proses nimadan boshlanadi? Praktikadan. 1 yildan 3 yilgacha yangi olingan real ilmni amalda qo'llashni o'rganish kerak. Praktikada nima deydi, shu kasbni egallash shu perioddan boshlanadi. Kimdir misol uchun o'rgatilgan narsani 3 oyda tushunib yetadi. Shunaqangi vaziyat bo'ladiki, именно 2 oy o'qilgan teoriyani dars davomida tushunib yetmaydi, mohiyatini anglab yetmaydi. Uni qachon tushunadi? Qachon realniy tradingda, ya'ni trade qilish davrida tushunib anglab yetib boradi. Menda shunaqangi vaziyatlar bo'lgan. 1 yil oldin o'qib ketgan studentlar telefon qilib aytibdi. "Okey, 1 yil oldin o'qiganmiz mana shu. Men endi tushundim siz nimani o'qitganingizni. Endi yetib bordi", deyapti-da. Haqiqatan anglab yetishiga 1 yil vaqt ketgan. O'sha narsani 1 yilda tushunib yetib borgan. U tabiiy holat, u hammada bo'ladi. Misol uchun oddiy trend degan so'zni tushunib yetish uchun ham yillar ketib qoladi bir xildagi. Trend nimaligini tushunib yetish uchun. Ya'ni anglash, prosta gap bilan aytish boshqa, lekin anglab yetib uni konkretni tushunib yetishga boshqa уровень u. Ancha vaqt ketadi. Minimalniy расход bilan olib borish kerak bu narsani. Kimdirlar uyidan olib chiqib $10,000, $20,000 пополнение qiladi-da, 3 kunda slivat qilib yuboradi. Unaqa qilish kerak emas. Chunki biz aytib turibmiz, boshida hamma yutqizadi. Boshida hamma xato qiladi. Xato qilmasdan iloji yo'q, chunki xatolar bizani shu opitga olib keladi. Bizani opitimiz это источник нашей мудрости deydi-ku. Xato qilmasdan iloji yo'q. Buni minimalniy расход bilan olib borish iloji bor. Пополнение qilmasdan. Ya'ni 20 ming, 30 ming dollar tashlab bitta xatoni o'rgangandan ko'ra, lutchi $80 ga, $75 ga prop kompaniyadan shot olib, ikkita etapli o'sha prop kompaniyani shotida ishlash kerak. Paka u birinchi, ikkinchi etapidan o'zini opitidan kelib chiqib, ilmidan kelib chiqib, imtihonidan o'tib, real shot olib, undan puli yechmagunicha $1 million bersa ham 3 kunda yo'q qiladi, slif qiladi. Chunki boshda emotsiyalari o'ynaydi. Bu sohaga u odam umuman to'g'ri kelmaydi boshida. Balki u o'zini tarbiyalab shu sohaga mos keladigan odamga aylanmaguncha faqat pul yutqizadi. U boshimizdan o'tgan narsa, o'shaning uchun men konkretni aytib bera olmayman nima qilish kerakligini. Men o'sha o'rgatgan studentlardan so'rasanglar aytadi, hech qachon men 10 ming, 50 ming, 100 ming olib kelib пополнение qil, pul topasan deb unaqa so'zlar aytilmagan. Prop shot olasan, qachonki o'sha mahoratga erishganingdan keyin prop shotdan, etapidan, imtihonidan o'tib, prop kompaniyadan qachon 5 ming, 10 ming dollar yechganingdan keyin ana o'sha pulni olganda o'shani пополнение qil. Ya'ni o'zinikini o'ziga tikyapti. Paka u o'sha etapga yetib kelguncha ancha vaqt ketadi. Zato расходы minimalniy bo'ladi. O'zini pulini yo'qotgandan ko'ra propga to'langan pul yo'qolgani yaxshiroq. Disiplinaga o'rgatadi. Misol uchun biz propda ishlaganimizda bizning kunli riskimiz bo'lgan. Kunli risk, ya'ni limitga yetib borgandan keyin endi risk hammada har xil, kimdadir 500, kimdadir 2000, kimdadir 5000, treyderlarning o'sha уровениga qarab belgilanadi. O'sha $2000 minus qilgandan keyin bo'ldi, u kun ishlab bo'lmasdi. Risk menejer yopib qo'yadi, bo'ldi, hech kim hech narsa qila olmaydi, uni ochib ham bo'lmaydi. Bu yerda eng qo'rqinchlisi trader $100,000 пополнение qiladi, u kimdan olib, investordan oladimi, uydan olib chiqadimi? Prosta uni to'xtatadigan odam yo'q. U tilt degan narsa bor. Shunaqa vaziyatga tushib qoladi. Ozgina minus bo'lgandan keyin u kattaroq сделка ochishni boshlaydi uni qaytarish uchun.
Endi o'sha minus qaytaraman deydi. Kattaroq сделка qiladi, yana xato qiladi. Umuman движение yo'q joyga kirib, просто bosib o'tiraveradi knopkani basel. В итоге 2 kun 3 kunda yoki 1 kunni o'zida o'sha pullar minus bo'lib ketadi. Misol uchun o'sha pul o'rniga misol uchun $80 100 ta prop shot olsa ham unaqa pul bo'lmaydi-da. $100,000 bo'lmaydi. $80 $8,000 bo'ladimi? Zato arzonga aylanadi, ancha opit beradi prop shotda ishlash. Disiplinaga o'rgatadi. Uzoq muddat ishlaydi, $100,000 bir oyga qotib qo'ygandan ko'ra prop shotni bir nechtasidan yillab masalan tajriba qilish mumkin, to'g'ri. Ikkita treyder agar solishtirsa, real pul poполнение qilib sliv qilgan bilan propda ishlaganni opit ko'proq bo'ladi. Chunki bu ko'p ishlaydi. 3 kunda yo'q qiladi pul. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan, bolalar $17,000 poполнение qilib $100,000 ga olib chiqqan 3 kunda. De? 1 kunda hammasini sliv qilib yuborgan. 3 kunda olib chiqdimi, demak sliv qilish ham ko'pga cho'zilmaydi. Endi ular nima deydi? Trend tushashganda, именно bizga o'rgatilgan narsa bo'yicha уровеньdan olingan trend tushab, o'sha ularning преимуществоsi bo'lgan. Звездный части bo'ladi-yu, o'shanaqa bo'lgan. Просто bu bolalarcha keyin unaqa minusdan keyinchi sinib qoldi. Depressiyaga tushib sinib qoldi. U yamadan chiqish qiyin bo'ladi keyin. Vzlotda u tepaga chiqadi, pastga tushadi, emotsionalniy yomon ta'sir qilgan. Eng to'g'ri yo'l real ilm olish, o'tirib kamida 1 yildan 3 yilgacha praktika qilish. Prop shotda, endi prop kompaniyaning shotida. Minimalniy расход bilan. Eng to'g'ri yo'l shu. Agar ular prop shotdan pul yechish qobiliyatiga erishsa, пожалуйста, пополнение qilib ishlayversin. O'ziga uverin bo'ladi o'zi. Biz shunaqa maslahat beramiz. Opitnilarga ham, yengillarga ham, umuman hammaga. Chunki yaxshi dars praktikani iloji boricha propda qilish kerak. Ko'proq qilish kerak. Chunki bitta kasbda bu, bitta kasbni egallashga unaqa 1 oy, 2 oy kamlik qiladi. Oddiy sartarosh bo'laman desa ham 1 yil yuradi. Oddiy doktor, misol uchun doktorni oladigan bo'lsa, endi seryozniyroq kasb. Doktor bitta operatsiyani professional darajada operatsiya qilgungacha bo'lgan proses qancha vaqt, qancha bilimni talab qiladi. Necha yil o'qishadi doktorlar, misol uchun operatsiyonda 8 yillab o'qishadi. Praktika qiladi o'sha bitta operatsiyani, to'g'rimi? Qancha operatsiyada qatnashadi. Trading ham bitta kasbda. Qilayotgan сделкалар bu har bittasi bitta operatsiya. Tasavvur qiling. Bunga juda professional darajada yondoshib, ancha mashaqqat, mehr talab qiladigan soha. Lekin ko'pchilik yoki mana shunaqa vaqt sarflab natijaga chiqishga tayyor emas. Negaki Instagramdagi agar videolarni ko'rsangiz, hamma o'zini shogirdini olib chiqadi. 1 oy o'qigan shogirdim namuncha qildi. 2 oy o'qigan shogirdim namuncha qildi. Lekin bunaqa videoni ko'rgan odam o'zida ham xuddi shunaqa natijani kutishni boshlaydi. Shunaqa bo'ladi deb o'ylaydi. Menda ham demak shunaqa bo'ladi deb o'ylaydi, boshlaydi, lekin qarasaki, umuman hamma narsa boshqacha. Prosta o'sha videoda chiqqan odamni omada kelgan, shunaqa yaxshi periodlarga tushib qolgan. Birinchi kelgan odamga biz eslatadigan narsa bu sohani statistikasi. Ya'ni 100 ta odam kelsa, 3 tasi qoladi. Qolgan 97 tasi chiqib ketadi. Endi O'zbekiston sharoitida balki 2 tasi qolar. Bu yerda ahvoli ko'ryapsizlar. Realniy ilmni beradigan ustoz sanoqli. Nima deydi, ommaga chiqmaydi ko'pchiligi. Men bilgan ustozlar ommaga chiqmaydi ko'pchiligi. Misol uchun bizani o'qitgan ustozlar bor. Shuning uchun juda qiyin yondashuv, eng to'g'ri yo'l shu ko'rsatgan yo'limiz. O'sha internetdagi har xil videolarning orqasidan odamlar o'zini qaysidir bitta muammosini yechimini mana shu trading sohasida ko'rishyapti-da. Internetdagi o'sha videolar orqali menda ham demak xuddi shunaqa natija bo'ladi deb bir xil kerak bo'lsa qarzini yopish uchun, kimlardir masalan kreditini to'lash uchun ham bu sohaga yoki kredit olib ham mana shu sohaga kirib muammolarni hal qilamiz deb o'ylashyapti. Lekin o'sha nima deydi, sizni zo'r natijaga olib chiqamiz, tez boyitib 1 oy, 2 oyda sizni trader qilib yuboramiz degan videolarni ko'rib odamlar borib ishonib
o'qishyapti, qarasaki trading umuman boshqacha narsa, unaqa tez boyib ketadigan narsa emas bu yoqda, chunki juda ham ko'p mashaqqat bor, o'rganish bor, vaqt ketadi, xullas. Qarabsizki, ko'zlagan natijasiga erisha olmagandan keyin ko'pchilikda masalan trading sohasiga bo'lgan ishonchi tushib ketyapti. Pul uchun kelyapti-da, chunki ko'pchilik. Hamma o'zi pul uchun kiradi. Endi hech kim masalan bekorchilikdan qilmaydi-ku, Yo'q, lekin pulni nima deydi, maqsadni prosta to'g'ri qo'yish kerak-da. Maqsad noto'g'ri. Sarazu boyib ketish maqsadida kirishyapti. Lekin aslida bu yoqda o'zingizdan bilasiz, qanchadir vaqt davrga talab qiladi, traderdan sabr talab qiladi. O'sha kerakli praktikani qo'ygandan keyin, kerakli ilm olgandan keyin, kimdadir 1 yildan keyin, kimdir 2 yildan keyin qanaqadir natijaga erishish mumkin. Даже 5 yilda ham kerak bo'lsa natija qila olmagan odamni taniyman. 5 yildan beri trading sohasida, lekin natijasi yo'q. Sababi nimada? Unda masalan o'zi ko'pchilikda siraz natijaga chiqa olmasligi yoki kimdir natijaga chiqa olmasligining sababi bu ko'pincha psixologiyaga borib taqaladigan narsa. Sabr yo'q. Psixologiyasi to'g'ri kelmasligi mumkin bu sohaga. Mana shu narsalar orqali yoki kerak bo'lsa duxi yo'q, bunaqa odamlar ham bor. Ko'pchilik xullas o'sha videolarga ishonib kirib kelyapti, lekin natija qila olmaganidan keyin выгорание bo'lyapti odamda, уже charchab bu sohadan ko'ngli sovib, minus qilib charchaydi. Minus bo'lgandan keyin, pul yo'qqa turgandan keyin kim o'tirgisi keladi bu sohada? Prosta Tokio deydi-da. Lekin nima deydi, mana shunaqa reklamalarni qilayotgan odamlar, trading sohasini prodvigat qilayotgan odamlar bu narsani, ya'ni tradingni bu tomonini ko'rsatishmaydi-da. Faqatgina foyda bo'lgan joylarini, faqatgina foyda qilasiz degan so'zlar bilan chiqishadi. Shunaqa. Endi ko'pchilik mana shunaqa bozor mexanizmiga aloqasi bo'lmagan ilmlarni olib harakat qilyapti pul ishlayman deb. Maqsadi ham pulda ularni. Ular maqsadi, asosiy maqsadi faqat pul uchun kelish bo'lsa, ya'ni pul uchun kelgan bo'lsa, pul topish uchun kelgan bo'lsa, faqat pulni ko'radi-da ko'zi. Ani realniy ilmni, bozorni ko'rmaydi. Men to'g'ri maqsad qo'yishni aytaman yo'lini. To'g'ri, hammani maqsadi pul o'zi tegi. Lekin yondashuvni sal o'zgartirish kerak. Agar asosiy maqsad bu bozorda сделканы to'g'ri ochib, to'g'ri yopish bo'lsa, shu maqsadning orqasiga pul bekitilgan. Ana bu maqsadi realniy pul bo'lgan odamlar hisoblanadi. Realniy pul topish uchun maqsadi pul topish bo'lgan odamlarning maqsadi shunaqa bo'ladi. Bekitilgan bo'ladi orqasiga shu maqsad. Ya'ni to'g'ri egallab shu kasbni realniy to'g'ri сделка qilish bo'lsa maqsadi, orqasida pul bekitilgan. Maqsadi pul odamlar mana shunaqa maqsad qo'yadi. Endi bir xil traderlar keladi. Endi trader deymanmi, bilmayman ularni nima deb atashimni даже. Okey deydi, $250,000 minusdaman deydi. Minus qilib qo'ydim. O'shani tez to'lab berishim kerak. Menga o'rgating deydi. Endi kelyapti, o'rgating deb. Oldin minus qilishadi, katta pullarni. Bilmayman qayerdan olgan, kim bergan unga ishonib bu pulni. Yaqinda bitta yoshroq ayol kishi keldi, qiz deylik. Katta miqdorda pul minus qilgan. Hali o'zi anglab yetmaganda uni minus qilganini. O'zi nima qilayotganini tushunmaydigan odamlarga pul berishgan shunaqa katta miqdorda. Bilmayman, tanishidir, boshqadir. Endi o'rgating deyapti. Bitta bola keldi, $800,000 minus. O'rgating deb kelyapti. Qanaqa o'rgataman u odamlarga? O'zi psixologiyasi ketib bo'lgan u odamlar. Ularning kallasiga nima deydi? Kirmaydi u darslar. Shunaqa odamlar boshqa narsadir. U foydasi yo'q-da. Bu sohaga kirishdan oldin hamma muammolarni hal qilish kerak. Hech qanaqa qarz bo'lish kerak emas bo'ynida. Psixologik muvozanatda bo'lish kerak. Hech kim hali tirab turadigan narsa bo'lish kerak emas. Svejiy kallaga kelib, shoshilmasdan ilmni olib, shoshilmasdan praktika qilib, sekin-sekin shu kasbni egallasa bo'ladi. Bunaqa muammolar bilan juda qiyin. Mirtohir aka, mana ko'pchilikni hozir trading sohasidan masalan bir xillarni ko'ngli sovib ketyapti. Har xil masalan o'yinlar haqida gapirdik, har xil shug'ullar haqida masalan hayplar bo'lib yotibdi.
Trading sohasida o'zi haqiqatdan ham pul ishlab topsa bo'ladimi yoki yo'q? O'zingizni bitta fikringizni ayting. Albatta bo'ladi. Buning uchun o'sha hamma narsani sinalgan, ya'ni to'g'ri narsalarni qilish kerak bo'ladi. Boshida biz yo'l qilib berdik, road map qilib berdik. Birinchi ustoz tanlaydi, keyin propshotda ishlaydi. Endi bu yerda orada ishlaydigan brokerlar bor, yaxshi brokerlar. Ancha yillardan beri, biz 17 yildan beri ishlaydigan kompaniyalar bor. Prop firmalar bor. Traderlarni o'zi imtihondan o'tsa, o'zi o'sha Rise orqali, Deal orqali ishlaydigan krupniy summalarni o'sha orqali yechib berishadi. Bemalol pul chiqarib berishyapti. 200 ming, 300 ming dollargacha bemalol pul chiqarsa bo'ladi. Aslida shu to'g'ri insonlar bilan ishlasa, to'g'ri kompaniyalar bilan ishlasa, bemalol o'zini ustida ishlab, o'zini o'zi tarbiyalab, shu sohani egallab ishlashni o'rgansa bo'ladi va daromad qilsa bo'ladi stabilni. Natijani faqat tez, srazu kutish kerak emas. Qanchadir vaqt tajribasi uchun vaqtni sarflashga tayyor turish kerak. Keldim, o'rgandim, 1 oy kurs, 2 oy kurs, srazu professional foyda ko'radigan traderga aylanib qolishning iloji yo'q. Masalan, boya aytganingizdek, institut o'qiganda ham qaysidir kasbni egasi bo'lib chiqish uchun ham odamlar 4 yillab o'qishadi. Misol qildingiz, doktor bo'lish uchun ham 8 yil o'qish kerak. Trader bo'lish uchun ham 1 oy, 2 oy vaqt kamlik qiladi. 1 oy, 2 oyning ichida qanaqadir ilmni olishga balkim yetarli bo'lishi mumkin bu narsa. Lekin opit uchun kamida 3 yil. Opitni o'sha yetarli darajada, ya'ni foyda qila oladigan darajaga olib chiqish uchun yana qo'shimcha yarim yil, 1 yil, kimdadir 2 yil, 3 yillab ham vaqt ketib qolishi mumkin. Shu narsaga hamma tayyor turishi kerak. Bu vaziyat kerakli vaziyat. Ya'ni bu periodda, ya'ni 3 yil ichida odam o'zi bilan o'zi kurashadi. Ya'ni hammani o'zini ichida demonlari bo'ladi deymiz-ku. O'sha o'zini demonlari bilan o'zi kurashib, o'sha urush yutib chiqish kerak. Misol uchun bitta trader bor, trade qila olmasdan tura olmaydi. U как narkoman bo'lib qolgan. Knopkani bosish kerak. Bor pulini olib kelib tikadi, mana shu o'yinda kazino qilib qo'ygan. O'yin qilib olgan, o'ziga bosaveradi knopkani. Bu signal bormi, to есть kirish vaziyati bormi, yo'qmi, kirsa bo'ladimi, yo'qmi, bosaveradi. Shu narkoman bo'lib qolgan. U o'zini o'zi yutmagan odamlarda, hali o'zini o'zini yutib chiqish uchun ham mana shu 3 yil nima deydi, ustozni oldida o'tirib ishlab, kontrolda ushlash kerak va o'zini o'zi transformatsiya qilish kerak. Boshqa odamga aylanish kerak. Boshqa odam deganimda professional traderga aylanish kerak. Oddiy odam misol uchun keldi, misol uchun liboy odam, Akmal misol uchun keldida trader bo'lmoqchi. U professional traderga aylanish uchun o'sha kamida 3 yil o'zini ustida ishlash kerak. O'zini ustida ishlash uchun bir necha materiallar bor, ya'ni bir nechta o'zini ustida ishlash usullari bor. Har kuni o'zini ustida ishlab, misol uchun bittasi targovый jurnal. Har kuni qilish kerak-da, trader targovый jurnal. Boshida ayniqsa kerak. O'ziga o'zi отчет berish kerak. Nima qilyapman, nima qilyapman, qayerda qildim, nima sabab, nima chiqyapman, nima kiryapman. O'zini ustida ishlagan sari o'sha ichki qirralari ochilib boradi. Bruce Lining gapi ham bor. Tот, кто победил себя, deydi, он не победим, deydi. Ya'ni o'zini o'zi yutib chiqqan odam uni hech kim yuta olmaydi. Shunaqangi disiplinani rivojlantirish kerakki, shu железобетонный disiplina bo'lishi kerak. Kuniga misol uchun 5 ta сделка bo'lsa, po planu. Bu 5 ta сделка qildimi, bu o'sha kuni o'zini o'zi to'xtata olish kerak. Ko'pchilik uni to'xtata olmaydi, o'zini o'zi boshqara olmaydi ham. Unaqa odamlar kam juda. Shuning uchun человеческий faktor просто убивает. Ya'ni bu tradingda odamlar qanchalik disiplinasi yo'qligini tushunib yetadi. Mana shu tradingga kelib. Bu trading sohasigacha farqi yo'q. Garvardni bitirib keladimi, o'sha Stanford yoki Oxfordni bitirib keladimi, tilla medalga bitirib keladimi, farqi yo'q. Keldimi, bo'ldi. Boshqatdan to'kib tashab, boshqatdan quradi bozor. Ularni urovini botga o'tmaydi, bu boshqa dunyo. O'ta как junglisi, junglining o'zining qonuni bor. Bu yerda o'zini qonuni bo'yicha ishlash kerak. Shunaqa joy. Mirtohir aka, trading sohasini o'rganayotgan, endi o'rganayotgan traderlarga, masalan, endi boshlayotganlarga
nima strategiyalarni yoki shunga o'xshash nimalarni o'rganishni maslahat bergan bo'lardingiz? Yaxshi savol. Bu nafaqat boshlayotganlarga, o'piti bor treyderlarga ham maslahat berardim. Birinchi bu price action. Ya'ni narx harakatlanish qonuni bor. Bu qonun shu bozor 12-asrda boshlangan bo'lsa, birjalarning ochilishi o'sha paytdan beri ishlaydi. E'tiboringlar uchun price action degani bu ICT ham kirib ketadi ichiga, SMC ham kirib ketadi ichiga, switchlar bilan ishlash hammasi o'sha price action umumiy qilib aytilgan. Endi ICTlar bu narsadan keyin yuzaga kelgan, bu juda eski narsa, tarixi juda shu bozor mexanizmiga borib taqaladi. Bu narsani komponent sifatida boshqalar olib ishlatyapti. Aytmoqchi bo'lganim shu, ular ham price actionning bitta qismida. O'zi price action juda ham katta mavzu. Ular qaysidir bitta qismini olib, masalan, mana shunaqa strategiya yoki konsepsiyada tarqalgan. Bozorda o'zi ikkita ishtirokchi bor, bittasi sotuvchi, bittasi oluvchi. Boshqa hech kim o'ylab topmagan. Ular ikki xil ko'rinishda keladi, ya'ni to'rt xil ko'rinishda qatnashadi. Bittasi ikki xil ko'rinishda. Покупатель ham, продавец ham ikki xil ko'rinishda. Bozor mexanizmini o'rganish kerak. Barvi grafiklarni o'qishni o'rganish kerak. Har bitta bar hieroglif deylik. Har bitta bar o'zining tili bor, o'zi gapiradi. O'sha tilini, ya'ni grafikni o'qishni o'rganish kerak. Grafikni o'qishni bilgan odam o'zi aytib turadi grafik unga. Nima qilish kerakligini, nima bo'layotganini, vaziyatni. Keyingisi bu klasterniy analiz, ya'ni ob'yomli. Ob'yomli qaysi narxdan eng ko'p ob'yom o'tyapti, qaysi vaqtda o'tyapti, ularni har kungi statistikasini bilish kerak. Misol uchun откат yoki razvorot momentlar qancha ob'yomni talab qiladi. Bitta razvorot misol uchun 5 minutlik grafikda qancha vaqtni va qancha ob'yomni talab qiladi. Qaysi sessiyada o'shalarni analiz qilishni bilish kerak. Fraktalniy analiz. Fraktalniy analizni bilsanglar, hamma instrumentni fraktalniy analiz orqali ishlatsa bo'ladi. Trend bilingan уровеньni Fibonacci dalish bo'lish ketaveradi. Fraktalniy analiz juda katta analiz turi. Hamma time frame o'z ichiga olib ketadi. Shularni o'rganish kerak asosan. Понимание рынка. Eng glavnisi hamma o'rgangan ilmni bitta точкаga olib boradi. Ya'ni понимание рынкаga. Shu narsa bo'lsa, bo'ldi. O'sha nima deydi? Hammasini boshda turadigan narsa bu понимание рынка. Со временем keladi. Shu narsalarni o'rganib, yillar davomida erishiladigan narsa bu narsa. Понимание рынка deganda endi o'sha bozorni tushunish, bozorda nima vaziyat hozir, bozorda kontekstda o'qish bo'ladi. Shunaqa narsa. Qanaqa kursda kelyapmiz, qayerdan kelyapmiz, globalniy trend qanaqa, lokalniy trend qanaqa, ketdi o'sha buni bir nechta chuqurligi bor-da. Mana grafikni o'qish ham bir nechta уровени bor. Har xil yo'llar bilan o'qiladi. Shularning hammasi понимание rынка kirib ketadi. Yana nima kerak? To'g'ri platforma, ya'ni aniq tiniq ko'rsatadigan, to'g'ri grafik ko'rsatadigan platforma, yaxshi ishlaydigan broker, qotmaydigan. Texnika kerak bo'ladi. Treyderlar, misol uchun, bir xil telefonni o'zida trade qilib o'tirishadi. Manimcha telefonni o'zida faqat knopkani bossa bo'ladi. Asosiy analizlarni kattaroq monitorda, kattaroq platformalarda qilish kerak. Oxirgi paytda to'g'risini aytsam, men ham lekin telefonga o'tib ketdim. Ya'ni trade qilishim просто buy, sell, stop loss qo'yiladi, take profit qo'yiladi yoki zek yopiladi. Lekin analizlar haqiqatan ham kompyuterda bo'lishi kerak. Bunaqa vaziyatda ekranda, как положено, o'sha professional platformalar hammasi kompyuterda, ya'ni telefonda yo'q, приложенияsi yo'q. Kompyuterda analiz qilish kerak. Xohlang keyin telefonda mayli buy-sell yoqsa bo'ladi. Telefonda misol uchun qaysi platforma, agar analitический platformani ham telefonga joylab olsam, misol uchun Sinkorsfilm analiz qila olsa telefonda, kelasi ham telefon ko'chib ketib qoladi. Misol uchun MetaTrader'ni biz savdo platformasi sifatida ishlatamiz. Bunda analiz qilinmaydi. Uni narxiga ham qaramaymiz, boshqasiga ham, prosta knopka bosamiz biz ham telefonda. Hamma analizlar katta 4 ta monitorda turadi. Shu momentiga kelganda telefonni biz ham bosib olsak bo'ladi. Bunaqa ishlasa bo'ladi. 4 ta monitor deysiz.
masalan obunachilarga hozir qiziq bo'lishi mumkin. 4 ta monitor nimaga kerak? Shartmi 4 ta monitor bo'lishi? Endi 4 ta monitorda biz endi aksiyada ishlab o'rganib qolganmiz. Aksiyalarda bizga qancha ko'p monitor bo'lsa, shuncha udobstvo. Bir yoqda filtrimiz turadi, skrinerlar, bir yoqda analitический platforma, bir yoqda торговый platforma, stakan lenta hammasini joylashtirishga bizda boshda kamida 2 tadan boshlaganmiz, keyin katta qilganmiz, ya'ni 4 ta qilganmiz. O'sha narsa qolib ketgan bizda. Hozir ham, misol uchun, bitta analitический platformani yoqsak, 4 ta monitor baravar yonadi. 4 ta monitorda har bittasida har xil time frame, har bittasida har xil analiz turi turadi. O'sha informatsiya biz 4 ta monitordan qabul qilib, решение qabul qilamiz. Savdo platformamiz telefon bo'lishi mumkin, planshet bo'lishi mumkin yoki o'sha yerda turgan MetaTrader bo'lishi mumkin. Lekin 4 ta monitorni zayd qilib turgan narsa bu analitический platforma bo'ladi. Analiz uchun ishlatamiz asosan hammasini. Bizga udobstvo bu. Xo'p, demak, men tushunishim bo'yicha Mirtohir aka bu sohada jiddiy ishlash uchun, ya'ni seriozniy qabul qilib ishlash uchun texnikaga ham e'tibor berishimiz kerak. Texnikadan ayash kerak emas. Xo'p, o'sha vaqtimizni ham kech bo'lib qopti Mirtohir aka. Siz bilan shuncha suhbat qurdik, menimcha obunachilarga juda ham foydali bo'lgan ma'lumotlarni berdik deb o'ylayman. Obunachilarni sizlarni ham masalan fikrlarni kutib qolamiz. Qaysi masalan gapirgan mavzularimiz sizlarga qiziq bo'ldi va sizlarni og'riqli agar mavzuinglar bo'lsa, sizlarni qiziqtirgan mavzuinglar bo'lsa, kommentariyada o'zingizning fikringizni yozib qoldirsanglar, xudo xolasa keyingi safar ko'rishganimizda siz xohlagan mavzuda ham bitta podkast qilib, yana ham chuqurroq ma'lumot berib o'tamiz. Aytgancha, Mirtohir aka, obunachilarga qanaqadir sovg'a bermaysizmi? Mayli, keyingi podkastlarda bitta savollar agar yaxshisi bo'lsa, bizga yoqqan savolni tanlab olamiz bittasini. Endi o'sha savol bergan odamga xohlasa Zoom orqali, xohlasa ofisga kelsin, offline bitta master klass qilib beramiz. Bitta sistemani, ya'ni strategiyani ipidan ignasigacha tushuntirib o'rgatib qo'yamiz. Demak, kommentariyaga hamma o'zini savolini, o'zini fikrini yozsin. Kommentariyning orasidan bizga eng qiziqarli tuyulgan, ko'ringan savolni egasi bilan Mirtohir akani o'zlari shaxsan agar Toshkentda bo'lsangiz ko'rishib, agar viloyatda yoki boshqa davlatda bo'lsangiz, demak Zoom orqali ko'rishib, bitta strategiyani ipidan ignasigacha tushuntirib berar ekanlar. Vaqtingizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi podkastda ko'rishguncha sog' bo'linglar.